Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasining ko'rmanlari, hammalarning mushu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari yaxshimi? Rahmatulloh. Xudoga shukr. Pidoyi qarindishimiz yaxshi tug'anda. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizning cho'ng temasi, mavzusi haq va botil. Buningda biz endi nimani haq deymiz? O nereden keladi? Haqning o'lchimi qandoq belgilanadi? Nahaqchilik nimaga tayindi? Haq qovdilinishga muhtojmi? Haq bilan kuchning munosabati qandoq? Nahaqchilikning manbasi nima? Uni hal qilishning chorasi nima? Haq va botil degan hukmlar din nuqtasidan, ya'ni bizning Qur'on markazlik din nuqtasidan qandoq ma'nolarga ega, botillarning sifati, alomati, natijasi va oqibati qandoq bo'ladi? Nima uchun haq bilan botil orasida tanlashga muhtoj bo'lamiz? Haq bilan botil masalasida bizning qandoq majburiyatlarimiz, mas'uliyatlarimiz bor? Uni ado qilishga kuchimiz yetmas uchun mas'uliyat nuqtasidan qochqili bo'lmaydigan taraflari qaysilar degandek, shundoq savollar tariqasida shu haq va botil degan temani bizga bir Qur'ondan nazar tashlab, bizga bir ochiqlab bergan bo'lsalar ustoz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, dunyoning qaysi joylari hurmatli qarindoshlar. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bu o'zi ko'p tarafga chetildigan, uning manbasi ko'p o'zi tarafdan keladigan shundoq bir mavzu, haq va botil masalasi. Endi bu nimada programmada buni tamamen hamma tarafdan so'zlab bo'lish biroz qiyin. Buniki asosli prinsiplarini o'tirib qo'ysak, har inson o'ziniki har sohadagi qilgan ishi qarta o'ziniki shu tushunchasiga asoslanib turib, o'zini qilayotgan ishi, qilgan gap shuning o'zini shu Qur'on ko'rsatgan o'zi usulda o'lchib olsa, o'zi qaysi yo'lda menib o'tibdi, qaysi narsani tutib o'tibdi, haq tarafda turib o'tibdimi yoki botil tarafda turib o'tibdimi deganga o'xshash shunda o'zi har odam Qur'ondagi shu prinsipni sevib turib, o'ziniki maydonni va qilgan ish, so'z harakatlarini o'zini, e'tiqodini shu o'lcham bo'yicha o'lchib olsa bo'ladi endi. O'zida endi haq, haqiqat degan shundoq o'z nurg'un nimalar bor endi bu lug'at kitoblarda. Endi haq degan so'zni asosan Qur'oni Karimda bir narsaga eng muvofiq berilgan javob yoki eng muvofiq shu qilgan ish yoki harakatlarga eng muvofiq holatda kelgan bir natija. Ya'ni o'zi biz bir ishni qilgan bo'lsak, qanday qilsak mayli yo to'g'ri ishni qildik yoki xato ishni qildik, qilgan bo'lsak, oxirida bizniki erishgan natijamiz shu qilgan ishimizga eng to'g'ri kelgan bir natija bo'lib hisoblanadi. Natija bo'ladi. Buning o'zi haq bo'lgan bo'ladi degan bo'ldi. Qur'oni Karimda bu haqda nurg'unlagan oyatlar bor. Misol kofirlarni cehennem cin bilan insonlarning ichidan shunday o'zi kofir bo'lganlar bilan cehennem to'shqizma degan so'zim haq bo'ldi degan shunday oyatlar bor Qur'onda. Bu qanday haq bo'ladi endi o'shani o'zi degan vaqtda shularning qilgan ishlarining hammasining oxirgi natijasi cehennem kirishga
haqliq bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yig'ib aytgan vaqtida, shu lug'at ma'nosini aytgan vaqtida bir odam bir tijoratni qilib, uningda ziyon tortgan bo'lsa, u odam o'zi jamiyatni tekshirmay, o'ziniki qilgan ishiniki qanchalik to'g'ri qildi, qanchalik xato qildi, ashuni tekshirish kerak degan gap. Agar u shu yerda ziyon tortgan bo'lsa, u ziyon tortish mutlaqo u odamniki ishidagi xatolik bilan munosabatli degan bo'ldi. Shu Qur'onda u haq kelimasini Alloh taolo bizga tasvirlagan vaqtida uni o'zimizniki qilgan ishiniki oxirgi xulosasi yoki natijasi sifatida mana sen ishingni to'g'ri qilding, bu to'g'ri ishniki natijasi mana mushu seniki o'zi qilgan ishingniki haq bo'lgan, eng muvofiq kelgan natija mana mushu deb uniki natijasini bayon qildiganligi. Yani Qur'oni Karim zaten bor. Yaxshi ish qilgan odamniki oxirgi natijasini Alloh taolo hisob qilib, bu odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, uniki oxirgi natija, uniki mangan yo'lniki to'g'ri bo'lganligini ifodalaydiganligi va u natijaniki shu odamning qilgan ishiga eng muvofiq holatda bir o'zi xulos sifatida qo'lga kelganligining o'zini bayon qildi. Qur'onda buningda nurg'unlagan oyatlar borki, men bek jiq olmadim. Chunki bu programmamiz adi burun 2 soatni eshib ketyapti. Amalning barcha 1 soat bo'lmasa 1,5 soatni oshirib o'tmaydi degan umidim bor. Shuningga o'zimizni zerikib boshqa odamni zeriktirib o'tmaydi deymizda. Baqara surasiniki 42-oyatida Estaizu billah va la talbisul haqqa bil batili va taktumul haqqa va antum ta'lamun degan oyatlar. Yana shu Baqara surasiniki 121-oyatida allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi va man yakfur bihi fa ulaikumul khasirun degan oyatlar var. Bu haq deganni hamda alamat o'zi bir Alloh taolo buni bu Qur'onda bayon qilishda ajoyib hamda o'rnida bir inson hayron qoladigan darajada bunday bir o'rinda qo'ygan buni. Ya'ni haqni botil narsani yepib, u narsaning o'zini haq ko'rsatmanglar. Bilib turib deydi-da Alloh taolo. Shu botil ekanligini bilib turib, u botilning to'pisini haq bilan pardozlab, bizda bir gap bor. Tezekning ustini oltin bilan o'zi pardozlab, uning o'zini oltin ko'rsatish. Yoki bo'lmaydi, odatdagi bir xil maqol tamsildimi? Qo'riq ko'rsatib, o'pka sotadigan degan bir gap bor. Ashning qo'sh qiliqni qilmanglar degan bo'ldi. Bu yerda nima degan vaqtida uning oxirisi nima bo'ldi shu vaqtida degan vaqtida sizlar haqni botil bilan yepib, u vaqtda o'zi ishni ashundaq o'zi xato etmangan vaqtingizda uning oxirisi o'zingning ziyon tortish bilan xulosalandi. U vaqtda nima bo'ldi desa, u haqdan og'rinmay yoki xudodan og'rinmay, o'zingniki qilgan ishni ichidagi hilimikir yoki yolg'onchilik, kazzoblikning o'zini tekshiranglar degan bo'ldi. Yani Qur'onda boshqa bir oyatlar bor, sizlar o'zi haqning ustida, to'g'rining ustida bo'lgan muddatning ichida botil yo'lda ketayotganlar sizlarga ziyon yetkazolmaydi degan sura Nurda shunday bir oyat bor. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'l haq yo'l. Haq yo'lda ketayotgan insonlar o'ziniki to'g'ri yo'lda ketayotganligini his qilgan vaqtida u botil yo'ldagi ketayotgan, xato yo'lda ketayotgan insonlar uningga ziyon yetkazolmaydiganligini, chunki yo'l to'g'ri bo'lsa, uning hech qanday bir odam o'zi nima qilmagan. Bizda malqi bir gap bor-ku. Yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma degan bir gap bor-da. To'g'ri yo'ldan chiqmaslik, to'g'ri yo'lda mangandan keyin u odam har qanday bir odamdan qo'rqishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ma ikkinchi oyatning o'zidami allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi degan bir xulosa bor-da. Biz bergan kitobni, u kitobni niki haqqi bilan tilovat qilsa, o'qisa, u odam cho'qim uning ishini deydi. Bu qonundoq o'zi go'zal bir o'zi bir bizga keltirgan bir oyat deyman-da. Yani bir odam Qur'oni Karimni
haqiqiy shaklda ashning haqqini berib turib, bu nima degan bo'ldi desa, uning ichidagi ma'no, maqsadini yaxshi tushunib turib, ashundoq o'qisa, cho'qim u Qur'onga ishindi u odam deydi. Bu ajoyib endi bir oyatda misol. Ya'ni bir odam Qur'onning o'zini haqiqiy shaklda, uniki ma'no, maqsadlarini tushunishni maqsad qilib, har sohadan ashniki bir yer tushunamiz, yana bir yerni izlanib turib, ashundoq tushunish orqali o'qisa, u Qur'onda inson ishonmaydigan bir narsa aslo mumkin emas. Chunki bu haq bir so'z. Haq so'zniki yana bir tarafi nima degan vaqtda haq so'z degan bu kelima insoniyatniki amaliy ahvoliga uyg'un. İnsonniki amaliy hayotidagi problem yana o'z masalalarning o'zini hal qilish xususiyatiga ega. Bunda holatdagi bir narsani haq deymiz misol. Yana Qur'oni Karimda bir oyat bor, sura Isroda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan so'zning o'zi, jumlaning o'zi Qur'oni Karimni biz amaliyatning o'zini hal qilgan bir usul bilan tushundik. U Qur'oni Karim ham amaliyatga uyg'un tushdi deydi. Yani Alloh taolo deyapti, men uni amaliyatga uyg'un, insoniyatning hayotiga, butun o'z ish harakatlariga uyg'un holatda, shu masalaga uyg'un holatda tushundim. Shuning uchun u Qur'oni Karim nima qiladi desa, insoniyatniki amaliyatda bo'layotgan ishlarni hal qiladi. Shu hal qilish maqsadida tushundim deydi bu oyatning o'zida. Yani bu haq degan gapniki yana bir ma'nosi nima bo'ldi shu vaqtda butun o'zi amali, ya'ni mush amaliyatda jamiyat bo'layotgan ishlarga, amaliy ishlarga uyg'un keladigan narsaning o'zini haqiqat deb qaraydi Qur'on. Haqiqatan amaliyat bo'layotgan narsa degan gap. Bu amaliyat bo'layotgan narsa, mayli xato bo'layotgan narsa olsun, mayli to'g'ri bo'layotgan narsa olsun, u bo'lgan narsa amaliyat bo'layotgan narsa bo'ladi. Shu vaqtda to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning o'zi qanday bo'ldi desa, Alloh taolo nima u inson dunyoda yaxshi natijalarga erishadi. U to'g'ri qilgan ishniki haqqi yaxshi natijaga erishtirish oxirlashadi. Agar u xato bir ishni qilgan bo'lsa, u insonniki oldigan haqqi u yer nima, erishadigan haqqi nima degan vaqtda ziyon bilan, ya'ni ziyonga erishadi, ziyon bilan oxirlashadi u ish. Uning haq bo'lgan narsa, to'g'ri kelgan narsa ziyon degan gap. Uning uchun bu yerda haq borasida kelgan vaqtida masalan Qur'onda bu insonlarning jannat kirishi haq bo'ldi. Qur'onda nurg'un shunday oyatlar bor. Nima haq bo'ladi desa, u qilgan ishi jannat kirgidek bir holatdagi bir ishni qilganligi uchun u jannat kirish u odamning haqqi bo'lib hisoblanadigan gap. Yani bir yerda ko'rgan vaqtda biz o odamning o'zini Qur'on oyatini degani o'xshash, misol o odamniki biz mushu jin va insonlarning ichidan mushu odamlarga jannat, jahannamni to'shqizma degan so'zning o'zi haq bo'ldi deydi Alloh taolo. U nima degan bo'ldi desa, bu odamlarning qilgan ishining natijasiga jahannamni berish yoki bu odamni jahannamga selish bu u odamning haqqi bo'lib hisoblandi. Bundan biz nemini bilib olaymiz degan vaqtda qiyomat kunida Alloh taolo bizga jazolaydi, mukofotlaydi deb anda Qur'ondagi masalan yaxshi ish qilgan odamlarni qiyomat kunida Alloh taolo jannatdan mukofotlaydi, yomon ish qilgan odamlarni jahannam bilan jazolaydi deymiz. Aslida bu jazo mukofot masalasi emas bu. Birinchi masala bu emas. U nima degan vaqtda bu odamlarning qilgan ishi to'g'ri bo'lganligi uchun u odamniki oldigan haqqi, erishilgan haqqi nima degan vaqtda jannat degan gap. U yana bir turli odamlarning qilgan ishi shunday yomon bo'lganligi uchun u odamlarning qilgan ishi degan vaqtda jahannam shu odamning haqqi bo'lgan gap. Qur'onniki mana shu haq botil masalasiga kelgan vaqtda mana Qur'on shunday xulosalaydi. U odam uning uchun qiyomat kunida insonlar orasida shafaat qilish cheklangan. Shafaat cheklangan. Nima uchun degan vaqtda bir tarafdan
Bayaqı degandek misal bir jinoyatchi jinoyatini tortish u jinoyatchining haqqi. Misalda o jinoyatchiniki haqqi bo'lgan narsaning o'zini u yerda tortqizmay, uning o'zini u jannatga akirib olsa, agar haqiqiy shaklda uni surishtirgan vaqtda u odamni haqqidan mahrum qilgan bo'ladi degan bo'ldi. Alloh taolo u yerda u jinoyatchiniki haqqini, ya'ni qilgan ishiniki haqqini beryapti u yerda. Bir odam bir yerga berib, misolda men zahar olaman desa, o odamga zaharni berish, ya'ni o'zi agar shu zahar bo'lsa, pulsiz qarta zaharni bersa, u odamniki pulsiz qarta haqqini bergan bo'ldi misolda. O odam niyat ashunda bo'lgandan keyin. Bir yerga berma hasal olabilsa, u odamniki pulsiz loyiq holatda hasalni bersa, u odamniki haqqini bergan bo'ldi odatda. Xuddi shunga o'xshash qilgan ishi yomon bo'lsa bu dunyoda, u odamniki erishilgan haqqini nima degan vaqtda yomon oqibat bo'ladi. O yomon oqibat o odamniki ishiga kelgan bir o'zi haqqi bo'lib hisoblandi. Uning uchun o bir shafoatchining o'zi qo'pib, uning shafoat qilib, "Meni urug' tuqqunimda yoki mening agash kuchimda, yo mening ummatimda" deganga o'xshash, ashundaq o'zi banoli bilan uning o'zi shafoat qilib chiqarib olmadi desa, u yerda u jinoyatchiga zulm qilgan bo'ldi degan gap. Haqiqatni buzib, jinoyatchining elishga tegishli haqqini ziyonga uchratgan bo'ldi uning o'zi. Uning uchun bu yerda bu haq masalasi mana shundaq o'zi mantiq jihatdan, falsafa jihatdan uning o'zini so'zlagan vaqtda Qur'oni Karimning zaten har bir o'zi prinsipi mantiq ustiga, falsafa ustiga qurilgan bir o'zi ajoyib o'zi bir nima hamda kitob. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haq botil degan masala kelgan vaqtida mana haq shundaq bir narsa. Yana Sura Baqaraning 147-oyatda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq sening Rabbingdan berildigan narsa. Buni hech qanday ikkilanmasan deydi. Bu ikki xil ma'no keldi bu yerga haq. Birisi Qur'oni Karimga to'g'ri keldi. Qur'oni Karim sening Parvardigoringdan berilgan bir kitob. Uning uchun buning ishonishda hech qanday sen ikkilanma degan gap bo'ldi. Bu ishonsan bo'ladimi, bo'lmasmi debsa, uning undaq ikkilanib yurishga hech qanday hojat yo'q. Chunki sening Rabbing bergan narsa hech bir zaman seni ziyon tatqizdigan, seni halok qildigan bir yo'lga apolmaydi. Uning uchun buni hech ikkilanmasdan uni o'zini qabul qilsang, to'g'ri narsani qabul qilgan bo'lsa degan bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi degan vaqtda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" degandan keyin yana bir o'zi oxirat kelgan ma'nosiga kelgan vaqtida oxiratda har bir insonga Alloh taolo u insonning qilgan ishiga loyiq holatda haq berdiganligiga, xato ish qilgan bo'lsa xato ishiga loyiq, to'g'ri ish qilgan bo'lsa to'g'ri ishiga loyiq haq berishida hech qanday shubhi bo'lmasligining o'zini Alloh taolo bu yerda bizga tushuntirdi. Bu yerda o'zi boshqa so'rlardan bor, misol "Famayyamal misqala zarratin khayran yara va mayyamal misqala zarratin sharran yara" degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, inson dunyoda zarrachilik yaxshi ishni qilgan bo'lsa, qiyomatda uniki zarrachilik yaxshi o'zi tarafini ko'radi. Zarrachilik yomon ishni qilgan bo'lsa, uniki zarrachilik o'zi yomon natijasini ko'radi. Ya'ni uni haqqini oladi u yerda degan gap endi. Hech bir insonniki bu dunyoda qilgan ishi u dunyoda Allohning oldida u netinchisiz qolmaydi. Ya yaxshi netincha oladi yoki yomon netincha oladi. Va mallahu bizallamil abid degan o'zi nurg'un oyatlar bor. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo bandalarga hech qanday zulm qilmaydi. Chunki inson u yerga dunyoda o'zi Qur'ondan iborat bu kitobni o'zi avatib, uningdagi mana mush yo'lchi manglar deb insonlarga buni o'zini buyurgandan keyin buni ko'rsatgan yo'lchi mangmagandan keyin, mangalni mengib, mangmagandan keyin mangallarning oldiga haqqi mangallikqa loyiq holatda
yaxshi netinchilarni oladi, u uning haqqi bo'ladi va yomon ish qilganlarniki haqqi desa, shu qilgan yomon ishiga loyiq narsani elish uning haqqi bo'ladi. U vaqtda Alloh taolo hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Chunki haqqini bergan bo'ldi. Bir rivoyat var. Rivoyatni qo'shib qo'yaylik ancha-muncha. Bir narsa var-da. İnsonda Alloh taolo o'zi buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda menib buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, nim qilgan bo'ldi desa, Allohniki bu o'zi ko'rsatgan yo'lga qarata haqqini bergan bo'ldi. Endi u insonniki Allohning ustidagi haqqi nim bo'ladi degan vaqtda qiyomat kuni uning o'zini jannatga mukofotlantirish yoki jannatni berish u insonniki haqqi bo'ladi degan bir rivoyat bor-da. Mana shu oyatlik mazmuniga to'g'ri keldi. Bizniki odatdagi maqol tamsillarimizda bor, ishlaganlar bor-da. Ishlagandan o'zi sen ishlasan, ya'ni yaxshi ishni qilsang, yaxshi natijaga erishsan. Uni ta'tirsiz o'rsak bo'ldi, yomon ish qilsang, yomon natijaga erishsan. Hech qanday u yerda qilgan ishing zarrachilik, boy deganki oyatning mazmuniga asosan qilgan ishingdan zarrachilik yaxshi yomon ishing bekor ketmaydi. Hammasi zaten o'zi yoziladigan daftarga yozilib turdi. U qiyomat kuni uning qarta uniki loyiq holatda uning javobi berildi. Onun uchun insonlar qiyomat kunisi o'zi Allohning oldida menga o'zi nohaq ketib qolibdi deydigan undaq hech qanday bir narsa bo'lmaydi. Nima ish qilgan vaqtda inson dunyoda ashning uchun harakat qildi. Aşı narsaga erishish uchun harakat qilgan bo'ldi. Alloh taolo erishgan narsani, erishadigan natijasining o'zini u inson qiyomat kunisi bergan bo'ladi. Hech bir zaman unga zulm qilgan bo'lmaydi. Shuning uchun bu haqqini olgan bo'ladi mana shu aytgan vaqtida. Endi din, Allohniki dini hamda islom dinidan iborat. Bu dinning o'zi nima degan vaqtida din insoniyatga shunday to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan shunday bir narsa. Agar o'zi bu shu din orqali insonlar mangan vaqtida u qanday o'zi natijalarga erishadi, bu dinni Alloh taolo nima deb ataydi degan vaqtida shu Sura Maidaning 3-oyatida "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina" degan bir oyat bor misolda. Bu yerda ne'mat, men bergan insonlarga bergan bir ne'mat deydi buni o'zini. Allohniki insonlarga bergan bir ne'mati, mukammal qilib bergan bir ne'mati insonlarniki agar har bir inson o'ziniki e'tiqodi, qilgan ish harakatlari, ya'ni so'z harakatlari bu narsaning hammasini Qur'oni Karimdagi e'tiqod sohasidagi, so'zni so'z sohasidagi, harakatlarni harakat sohasidagi prinsiplarga solgan vaqtida o'zi qanday e'tiqod ekan va qaysi so'zlarni qilyotibdi, qanday harakatlarni qilyotibdi, uning hammasiga o'zi baho bera oladi misol. Baho verib, men to'g'ri o'z e'tiqodda turyaptimi yoki xato e'tiqod ekanmi? Yoki to'g'ri so'zlarni qilyaptimi yo xato so'zni qilyaptimi? Yoki to'g'ri harakat qilyaptimi yoki xato harakat qilyaptimi deb Qur'oni Karimdagi nizomlarga asoslanib turib, o'zining qilgan ish harakatlarining o'zini u yerda xulos chiqara oladi. Mushu xulos chiqara oladigan darajadagi bunday bir kitob nima degan vaqtda Alloh taolo tomonidan insoniyatga berilgan eng yaxshi bir ne'mat deb hisoblanadi. O Alloh taolaning bundaq o'zi yaxshi bir ne'matning o'zini insonlarning qabul qilmasligi bu Alloh taologa bo'lgan bir tuzkorlik deb hisoblanadi. Agar o'zi bu ne'matni qabul qilgan bo'lsa, buning o'zini joyida o'zi ijro qilmasligi, joyida yetkazmasligi buning o'zi ham Alloh taologa o'zi tuzkorlik qilgan bo'ladi. Yo'q Alloh taolo Qur'onda Zuho surasida deydi ve emma bi ni'mati robbika fahaddis. Yana insonlar haqni qabul qilish, haqni e'tirof, haqni o'zi bilish bir masala, uni qabul qilish
e'tiqodiga singdirish bu ikkinchi bir masala. Uningdagi uni so'zlash, uni amal qilish bu uningdan o'zi yuksak bir darajadagi bir cho'ng bir uchinchi bir masala yani. İnson haqni o'qish, uni bilish masalasi bu jiq odamlar uni qila oladi. Ammo uni e'tiqodiga singdirib, uningga amal qilish masalasi bu nihoyatda ikkinchi cho'ng bir masala. Uchinchisi degan vaqtda uning amal qilishning sirtida boshqa insonlarga yetkazish misolda o haqning o'zini. Boshqa insonlarga so'zlash buning o'zimi nihoyatda o'zi uningdan cho'ng masala. Onun uchun bu yerda Alloh sura Duhoning o'zida sen Alloh bergan, ya'ni sening Rabbing bergan ne'matni sen so'zla deydi-da. So'zla deganning o'zi, ya'ni payg'ambar va ashuni bilgan butun o'zi bilgan insonlarga mayli u hayotida shuni o'qib bilsin yoki keyin o'zi o'qish jihatda yoki shunday ungan holatda bilsinmi, shuning o'zini so'zlash bu insonniki ustidagi vazifa bo'lib hisoblanadi. Uningda ham mustahkam tura olishining o'zi ham uningdan cho'ng bir vazifa bo'lib hisoblanadi. Ya'ni haq undaq balki o'ng'ay bir narsa emas. Uniki nihoyatda cho'ng xatarlari va cho'ng o'zi insonlarga keladigan haqoratlari va misol hozir shu Qur'onni so'zlayapmiz deb so'zlab ketyapmiz. Bu sohada inson tilga og'siz holatda haqoratlarni anglayapmiz. Haqorat qilmayotgan qarindoshlarimiz bor, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Tilga oldim Alloh rozi bo'lsin endi. U boshqa nima deymiz? Bir kunsa o'zi Alloh bir insof bersin, Alloh taologa insof beriklik zaten. Bir kunsa o'ngchilik qilishga ko'zimiz yetiklik, uning uchun ularga Alloh rahmat qilsin. Ammo bir savol so'ramoqchiman. Bulamdi. Bo'ldi. Masalan, bir odam haqni tunib yetdi. Undan keyin bu haqni yetkazishga tirishdi-ku, masalanchi. Ana boshqalar deydiki, sen tamom, sen bu Qur'onni o kadar tushunib 1400 yil yanqisi bilmagan olimni sen bilib ketdingmi? Sen shundoq yo biyaninki universitetniki bilmasa bo'lmay, yoki biz Qur'onning hamma narsiga sen to'liq ijro qilib bo'lib, undan keyin kamolat yetgandan keyin yetkazmamsa degandek manda gaplar bor. Buniga biz qanday muomala qilishimiz kerak? Bu gap to'g'rimi? Endi buning o'zini sal bilib ketdingmi? Shuncha ular jiq olimlar tutsa, ular hech nima demagan tutsa degan bu intayin xato narsa. Bu narsa zaten bu bizning zamonimizda bo'layotgan narsa emas. Payg'ambar alayhisalom butun payg'ambarlarning zamonida bo'lgan ishlar. Payg'ambar alayhisalomning zamonida odatda salli deyotamiz, buning salli bilib ketdingmi? Bizning ota-bobamiz hech narsa bilmabdi degandek unda sen o nurg'un haqoratlar shu vaqtda bo'lgan. Balki bir odam haqni so'zlasa, uning o'zini e'tirof qilish masalasi ayrı qilib qolsin. Kimning so'zlashi hozirgi vaqtda shu insonlarning kallasiga singib ketgan bir narsada. Kim so'zlasin, uning og'zidan chiqayotgan narsa to'g'rimi, xatomi? Buni o'zi nima qilish, buni bayqash, buningga o'zi diqqat qilish nihoyat yaxshi bir ish. Ammo uning o'zini sallisi yo'qan yoki nom atoqlari va insonlar so'zlasa to'g'ri bo'ladigan, bu odatdagi insonlar so'zlasa u xato bo'ladigan bundaq bir tushunchada bo'lsa, yoki o'zi ko'pchilik so'zlasa to'g'ri bo'ladigan. 20 odam ani e'tirof qildi, sinikini o'zi bir odam e'tirof qildi, unda bo'lgan ikkisiniki xato. Bu 20 degan birdan o'zi jiq deb o'tirib, bundaq o'zi baho berish bu aqlga, mantiqqa aslo to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi narsa amaliyotga uygun emasmi? Amaliyot bo'layotgan masalalarni hal qilishda qanday bir rol o'ynaydi bu odamning deyotgan gaplari? Buning o'zini surishti qilish, uning dalil isboti bormi yo'qmi? Bundaq narsalarni surishti qilish bu nihoyat to'g'ri. Ammo u yerda kim deyotdi? Qanchalik odam e'tirof qilyapti, ko'pchilik e'tirof qilyapti yoki ozchilik e'tirof qilyapti? Bu oz ko'pga qarab uning o'zini e'tirof qilish bosqichiga kelib qolsa, u odam o'zi bir to'g'ri bir maydon turish emas. Bu do'glang tavuz deymiz uni. Qancha jiq odam bir tarafga o'tsa, ha bo'ldi,
jiq odam ma tarafga o'tib deb dölen a tarafga o'tadigan maydoni yo'q insonlar deb qaraymiz onun o'zini. Zaten Qur'onda shunday deyildik. Haq deganning o'zini hech kim e'tirof qilmasimi yoki o'zi bir odam e'tirof qilsimi, u bir haq. Ming odam ya butun insoniyat e'tirof qilsin bir botilning o'zini, u botil. U asla o'z haq bo'lmaydi, asla to'g'ri bo'lmaydi u narsaning o'zi. Masalan, butun insoniyatning o'zi aroq ichsa bo'ldi degan bo'lsa, u vaqtda u butun dunyoda 8 milliard inson o'zi aroq ichsa bo'ldi desa degan bo'lsa-mu, o'sha narsa o'zi xato. Uning o'zini hech bir insonning o'zi kallasida o'zi aqli o'sha joyida bir inson u xato u deb uning o'zini bir diyalishi mana o'zi mo'yin bir masala. 8 milyard inson uning o'zini to'g'ri deyotsa, sen yolg'iz bir tal turib uni xato deyotsa, deyish u o'zi aql mantiq to'g'ri kelgan narsa emas. Misol bir odamning o'zi to'g'ri gap qilayotgan bo'lsa, odam o'ltirsa bo'lmaydi, oq ko'k deb gap qilayotgan bo'lsa, uning o'zini sen yolg'iz ash gapni qilyapsa, butun insoniyatning o'zi bu bo'lib deyotsa, deyishning o'zi u bir xato narsa. Uning uchun uni e'tirof qilgan insonlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, u hech qanday rol o'ynamaydi. Chunki haqiqatni zodi e'tirof qilgan inson davomli oz bo'lgan tarixda. Uning uchun bu haqni o'ttirib chiqargan odamlar nurg'ulg'an shunday zulmlarni chekadigan, yolg'iz qoldirildigan, yaklindigan, jamoat tarafdan haqoratlandigan, misol shu mana bu tarixni o'qigan vaqtida hayron qolib payg'ambarlarning zoti butun payg'ambarlarning tarixi ashundaq. O'z qavmi tarafdan, o'z millat tarafdan haqoratlangan, shu yolg'iz qoldirilgan, ashundaq holatda hatto o'ltirmiz deb o'ltirilganlar bo'lgan hatto ashundaq o'zi cho'ng nimalar yuz bergan. Ammo bizniki o'zimizning tarixiga kelsakmi, misol shu millatiniki g'amini qilib ashundaq o'zi kurash qilgan insonlar qarshi elinmagan. Mesela El-Farabi'nin misalga olsa, El-Farabi'nin o'zini o'z zamonida undaq jiq odam bir e'tirof qilgan odam emas. O'lib ketgandan keyin u yoki perishtaga aylanib butun insonlar uni voy andaq de, mandaq deydi. Hozir shu El-Farabi'nin kitobini akilib mayda o'qib bersa, yana mush molla o'zi e'tirof qilmaydi uning o'zini. Voy bu kafirga deyishdan yanmaydi misolda. Yusuf Hasajib deymiz, Mahmud Qashqar deymiz. İnsanlar yani öz milletimiz, alimlerimizni e'tirof qilmoq nurg'unlari, hatto ki haqorat qiliqlik, hatto ki hozirgachilik. Mushu El-Farabiniki, Yusuf Hasajib, Mahmud Qashqarning kitoblarining o'zini beboshdan o'z o'qib, boshdan oxir ash kitobni o'qib tugitib baqqan odamlar endi barmoq sanoqdek va desak, endi biz bilmagandik uni undaq yakun chiqarib olmaydi. Lekin u bir qancha % chiqishi mumkin. Baştan ahir öz o'qib chiqqan insonlar. Xuddi bizniki ajdodlarimizdan o'zi hech qanday bir olim chiqmagandek, faqat mush arablarning hikoyasini o'qisa, ilm o'qigan bo'lgandek, mundaq bir holat bizda shakllanib ketdik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, kim desin, mayli o'zi uning o'zini bir musulmon olim desin yoki payg'ambar desin, yoki olmaydi uning o'zini bir mushrik desin. Onun ağzından çıkan narsa to'g'ri bo'lsa, o haq bo'ldi. O to'g'ri narsa bo'lgan bo'ldi. Uni e'tirof qilish o'zi bir insonniki majburiyat degan gap. Ya'ni to'g'rini to'g'ri deyish bizniki o'zi insonlik vazifamiz yani. Yani Sura Yunus'nik 30 yani tugudimi ya nimalar? Yok, tamam bak 5'teki sualga cevap verdiler. Aqışta mesela sen çoqqu maşınınga üzden tulluk emel qıp bolgandan keyin kemalat yetip bolgandan keyin anda sözlememse degan gapga nisbatan masalan-chi. Endi bu yerda Qur'onning ichida nurg'un nimalar bor, endi insonlarning qilishiga buyurilgan ishlar bor. Oniki bir qismlari misol inson hayot vaqtida qila oladigan ishlar bor. Bir qismlari vaqti kelganda, fursat kelganda qiladigan ishlar bor. Misol jihad masalasi deymiz, ya'ni vatan uchun kurash qilish masalasi. Undaq masalalarning o'zida qo'liga qurol olib turib kurash qiladigan mundaq masalalar bo'lgan vaqtning o'zidami? Bundaq ishlarning o'zini
shu ishni qilish vaqti kelgan chog'da qiladigan ishlar bo'ladi. Uning oldida uniki boshqa shaklni qiladigan ishlar bo'ladi misol. Uning uchun Qur'oni Karimning ichidagi butun farzlarning o'zini bir inson hayotida 100% ado qilgan insonlar asosan bo'lmaydi deyishga bo'ladi. Chunki u halqi o insonning hayotida shunday bir fursat kelmay o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Qilgan ishlar oldu. Mesela namaz o'qish, ro'za tutish, haj qilishga o'xshash, masalan, kishilar xayr ehson qilishga o'xshash, kishilarga tabliq qilishga o'xshash bunday ishlar bo'ladi. Bu ishlarning o'zini ko'p insonlar qila oladi. Ham qo'ldan keladigan ish shu bo'lganligi qila oladi. Ammo uniki cho'ng ishlar kelgan vaqtda jamoat bilan, millat bilan umumyuzlik bunday qiladigan ishlar kelgan chog'da shu vaqti kelganda, fursat kelgan chog'da qilmasa, vaqt kelishdan burun qilgan ishning o'zi mag'lubiyat bilan oxirlashgan gap. Hozir biz haq-nohaq masalasi ustida to'xtalyapmiz. O haq-nohaq masalasi deganning o'zi, ya'ni u ishni qilgan vaqtida uniki cho'qim to'g'ri bir natijaga erishish uchun u erishadigan vaqti, fursati kelgan vaqtda qilgan vaqtda u haq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda sen uni tamoman qilib bo'lgan vaqtda uning uchun kelmamsa degan gapning o'zi tamoman o'zi oqmaydigan bir gaplar. Misol, o'sha odamning o'zimi u qadar o'z gapni qilgan bilan hech qanday bir ish qilmoqlik yoki qismini oz sondagi bir ishni qiliqlik u gapini nima ish qiladi desa boshqa odamni gap qilmaslik uchun deydi uni o'zi. Hozir deyotdi-ku, misol bizning o'zim deydi, meni shaxsan voy u deya o'qimagan, oyatning o'zini tuzuk o'qiy olmaydi degan gaplarni qaysalib. Bu bizniki misol 56 yoshga kirgan bir odam, ba'zi vaqt bu xat ushoq, uni o'qiy olmay qolgan ishlar bo'ladi. Tataslab o'qiy olmay qolgan vaqtning o'zida u odamning o'zi hechni bilmaydigan inson bo'lmaydi. Sen u yerda deyotgan so'zlarniki amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi, Qur'oni Karimniki o'zi maqsad muddaosiga uyg'unmi, uyg'un emasmi, buning o'zini surishtir qilish kerak. U yerda u odamniki yoki nurg'un so'zlarda misol darhol tep bo'lamay u gapning o'zini tataslab qoldigan ishlar bo'ladi. Bundaq vaqtning o'zida sen andaqkansiz, mandaqkansiz deb u odamniki ahvol qarta ma'ni etmay, u odamniki og'zidan chiqayotgan gap to'g'ri gap chiqyapti, xato gapmi bunga diqqat qilish lozim. Ya'ni u odamniki qalpig'i muhim emas. Qalpig'ining o'zi damulla bo'lsin yoki bo'lmaydi, Misr Azharni bitgan doktor, professorlar bo'lsin, u hech qanday ahamiyatli emas u narsa. Faqat shu odamning og'zidan chiqqan narsa to'g'rimi, xatomi? Buningga qarash kerak. Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Buning qarash kerak yani. Shuning uchun sen o'qimagan bo'lsang, sen o'z hech nima bilmay turib, uningdekini so'zlayapti, seni degan to'g'ri, xato. Deyish u o'zi hech qanday aql mantiq qabul qilgan narsa emas. Bu yerda nurg'un programmalar dedik, misol mayli olim desin, mayli kim desin, u gapning to'g'risiga to'g'ri, xatosiga xato deb o'zi qarash bu insoniy bir axloq. Misol men shu nimadan o'zi tuzumlar ichida nurg'un tuzumlarni o'qib chiqib bo'ldim. Shu mayli sotsializm bo'lsin, kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, demokratiya bo'lsin, misolda laik bo'lsin, shu tuzumlarni hammasini o'qib chiqdim asosan. Shuning ichida nurg'unlagan to'g'ri narsalar bor. Misol u to'g'ri narsani o'zini sen ko'zingni yumbabligi xato deyishga qandoq sen o'zi inson bo'lsa vaqtning o'zida. Mayli uni Marks yozsin, mayli o'zi boshqa odam yozsin, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Ammo uni yozgan narsaning ichida nurg'un to'g'ri narsa bor, xato narsa bor. Misol Angliyaning qonun deymiz, Yevropaning qonunlarining ichidami biz qabul qilolmaydigan qonunlar bor misol. Uni zaten bizni shu qonunni qilsa, shuning o'zi qonun, buni sen ijro qilsa deyotgan odam yo'q. Uning uchun u yerdagi narsamiz xatosini o'zini biz qabul qilmaymiz o ishning o'zini. Misol erlar bilan ayollar bilan bir uyda yashaydigan bunday ishlarning o'zini qabul qilmaymiz odatda. Uni to'g'ri deb qaramaymiz. Hamda o'z davlatimiz sen shunday yashaysa deb o'z hech kimni majburlamaydi. Unda bo'lgandan keyin to'g'risini qabul qilamiz, xatosini o'zini bu xato deymiz. İsyan qilmaymiz, xato deymiz zaten. Agar o'z qo'limizdan kelsa, mush narsa xato deb o'zini davlatga iltimosimizni sunsak bo'ladi. Unda hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda
insonniki qaysi millat bo'lishi, misol bizda bir arab kelib hech qanday diniy sohada o'qimagan bir arab kelib arabcha so'zlasa, u xuddi shu perishta kelib so'zlayotgandek ashundaq o'zi uni e'tirof qilib ketadigan ishlar bor. Masala bu emas. Arab so'zlsin, ingliz so'zlsin, uyg'ur so'zlsin yoki boshqa millat so'zlsin, kim so'zlsin, u to'g'rini so'zlayotganmi yoki xatoni so'zlayotganmi? Masala bu. Qilgan so'zi to'g'rimi yo xatomi? Bu orqali o'zi xato to'g'ri bilan baholash kerak uni o'zi. Qaysi millat qanday qalpig'i odam so'zlasa, u to'g'ri bo'lgan yoki hech qanday qalpig'i yo'q yoki odat yana bir millat so'zlasa xato bo'lib qolgan, bunda qoida aslo mavjud emas. Misal Sura Secde'nin 10. ayetida haqqal qavlu minni la amlanna cehenneme degan şu oyatning oxirgichilik shu nimqa vaqtidimi? Meniki cehennemning o'zini inson va jindan to'shqizma degan so'zimning o'zi haq bo'ldi deb Alloh taolo shu Qur'onda shuni deydi. U nima degan bo'ldi desa, men inson bilan jinning o'zidan yana to'shqizmachi yo'qim. Qanday bo'lishini qatnazar degan so'z emas. Bu nima degan bo'ldi desa, ularning qilgan ishi o'sha kirishga o'zi haq bo'ldi. Ya'ni ularning haqqi shu. Ya'ni ular qilgan ishiniki natijasini xulosalagan vaqtida, misol, ash xulos chiqdi, uning uchun jahannamga kirish ularning haqqi degan ma'no chiqadi misol. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ yana Sura Mu'minning 71-oyatida oxirgichilik. Yana bu nima degan bo'ldi desa, bu oyatda agar haqiqat ularniki orzu havaslariga ergishadigan bo'lsa, u vaqtda ish tamoman o'zi ostin-ustin bo'lib ketgan bo'ladi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq bo'lgan, ya'ni haqiqat bo'lgan bir narsaning o'zi botil bo'lgan, xato bo'lgan bir narsaga ergashgan vaqtida u tamoman o'zi vayron bo'ldi degan gap. Shunga bir rivoyat bor. Qachoniki ish o'zniki ahli bo'lmagan odamga topshirilgan vaqtda qiyomatni ko't degan bir so'z bor. Bu nima degan bo'ldi desa, ishni bilmaydigan bir odam ishniki beshiga, ya'ni bir ishnikni qilmoqchi, u ishni bilmaydigan bir odam u ishning beshiga keldi. Demakki, shu ishning qiyomati ashadi boshlandi degan. U ishni buzdi-da u. Boshqa nima ish qiladi? Masalan, biz siyosat to'g'riliq o'tganda bir programmada so'zladik. Siyosatning ustiga siyosat bilmaydigan bir odam kelsa, u vaqtda u yerdagi bizniki siyosiy ishlarimizni vayron qilgan gap. Iqtisodning ustiga iqtisod bilmaydigan bir odam kelsa, iqtisodimizni vayron qilgan gap. Buning uchun Qur'onda omonatni ahliga berish, u omonatniki ahliniki haqqi bo'lib hisoblandi. Masalan, bir oshxonaga say quriydiganga bir odam olmoqchi bo'lsak, shu sayni quriydigan, say qurishni biladigan bir odamga u berish, u yerning o'zini qozon beshini, u saychiniki o'zi haqqi bo'ladi. Agar biz u sayni qurishni bilmaydigan bir odamni u yerga akib qo'ysak, u vaqtda 2 kunda oshxonadan xaridor qochib ketgan gap. İşimiz tamamen ziyan bilan oxirlashadi. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, qanday yer bo'lishini qat'iy nazar u yerga u haqqi bo'lgan insonlarni yoki ish bo'lsa, to'g'ri keladigan haq bo'lgan ishni shu yerda qilish bu insonga manfaat keldi. Misol o'tganda bir o'zi kurash qilish to'g'riliq so'zlagan vaqtimizning o'zidami shu gaplar chiqdi. Misol vatan uchun kurash qiladigan vaqtida vatan uchun kurash qiladigan shart sharoit to'liqlangan vaqtning o'zida, ya'ni kelgan vaqtda kurash qilmaslik nihoyat og'ir jinoyat bo'lib hisoblandi. Ya'ni kurash qilish haq bo'lgan vaqtda kurash qilmaslik bu insonlarniki o'tkazgan eng og'ir jinoyat bo'ladi va uning haqqi nima bo'ladi? Kurash qilmaganning haqqi nima bo'ladi desa, u o'zi yo'q bo'lish yoki zulm, qattiq o'zi zulm chekish bilan oxirlashadi. Endi kurash qilish, yana misol qurolliq kurash qilish deyli. Qurolliq kurash qilishniki vaqt kelmagan vaqtda qurolliq kurash qilish degan vaqtda
u millatni yana vayron qilish bilan oxirlashgan gap. Ya'ni har narsaning o'zini shu o'z vaqtida, ya'ni siyosatni siyosat qilgan vaqtida, qurolliq kurash qilgan vaqtida qurolliq kurash qilish, shunday har narsani o'z vaqtida qilish, o'z yo'lida to'g'ri qilishning o'zi nima bo'ladi desa, u ishniki haqqini bergan bo'ladi, to'g'ri haqqini bergan bo'ladi. U inson haqqini qanday qiladi degan vaqtda u o'zi agar vatan uchun kurash qilgan vaqtda vatanni ozod qilishdan iborat bu haqqiga erishgan bo'ldi inson. Ya'ni o insonlar shu vatanniki mustaqilligiga erishish u insonlarning haqqi bo'ldi degan gap. O'z vaqtida uning loyiq, to'g'ri o'zi kurash qilganligi uchun u vataniga erishish ularning haqqi bo'ldi. U odamlar vatanga erisha olgan gap. Shunga u yerdagi narsa nima degan vaqtda uni to'g'ri qilmay, uning o'ziga oldiga chiqqan insonlar, to'g'ri insonlar chiqmay, uning loyiq bo'lmagan insonlar chiqqan vaqtda u ish tamoman vayron bo'ladi. Undan vayron bo'lgan vaqtda biz uniki to'g'ri haqqini berolmagandan keyin bizni haqqi olgan haqqimiz nima bo'ldi? Mag'lubiyat bo'ldi degan gap. Yani o'zi sura Rumniki 47-oyatdami kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan mush oyatning o'zidami mu'minlarniki Alloh taolaning kitobiga to'g'ri o'z amal qilgan, uniki haqqini to'g'ri berib, har ishda o'zi shuni muvofiq ish qilgan mushundaq mu'minlar bo'lsa, u mu'minlarga bizniki yordam qilishimiz haqqi bo'ladi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo osmondan farishtalarni tushirib, yoki Alloh taolo o'zi tushib o insonga yordam qiladi o mu'minlarga. Unda qilmaydi. O mu'minlar to'g'ri ish qilganligi uchun to'g'ri ishniki haqqi nima bo'ldi desa, g'albi oxirlashgan gap. O g'albi qilish, g'albini qo'lga keltirish, ya'ni g'albini qo'lga elish, u mu'minlarniki haqqini qo'lga olganligi deb hisoblanadigan gap. Bu alqi xuddi yerga bug'doy tergan inson shu bug'doy oladi, qo'noq tergan inson qo'noq olganga o'xshash. İnsan dunyoda qas ishqa qanchalik o'zi holatda ajr singdirsa, shu ajrsi qarta u haqqini oldigan gap. Shuning uchun bu yerda haq masalasi kelgan vaqtida bu nihoyat o'zi bizniki milliy masalamizdan tortib, odatdagi shu turmush, odatdagi oila turmush, o'zimiz shaxsiy turmushlargachilik qadar buning hammasiga mos keladigan bir kelima. Her işte biz şunu layık hareket qilgan vaqtda, to'g'ri harakat qilgan vaqtda uniki yaxshi natijasini elish bizning haqqimiz bo'lgan gap. Uning o'zini biz manchilik narsaga erishibmi deyishning o'zi hech qanaqa hojat yo'q, chunki erishgidek ishni qilgandan keyin u erishadigan gap. Yana o'zi sura Yunus'niki 103-oyatda kazalik haqqan alayna nunjil mu'minin degan mush oyatning o'zidami yana yuqorqi o'zi bir qancha oyatlarni xuloslab kelib bizning ustimizga mu'minlarni nijot topqizish u bizning ustimizdagi haqqi bo'ldi deydi. Bu yer nima bo'ldi desa, Alloh taolo o'zi kelib insonni mu'minlarning o'zini nijot topqizish bizning ustimizdagi uning haqqi deganlik emas. Mu'minlar shu qilgan yaxshi ishiniki, to'g'ri ishiniki natijasini elish, yana o'zi bizniki prinsipimiz bo'yicha u o'zi shu mu'minlarning haqqi bo'lib qoldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi nasl nima degan vaqtida har odam o'ziniki qilgan ishi qarta, yani nemi terisi şunu aldı degandek o'zi yani nemi tergan bo'lsa, o tergan narsa qarta shu natijasini elish o odamning haqqi bo'ladi degan o'zi ma'noga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu yerdagi hech qanday ish qilmay turib, misol bizda bu ishlar davom qilib uzun ketmay 97-yili haramga olgan vaqtida shundaq bir parakanchilikni ko'rib ichim siqilib ketgan. Shu Muzdalib nima? Mina deymiz, Muzdalib deymiz, Arafat deymiz, Ash'alasda shu top Uyg'urlar shu
ay duo qilayotgan zodi, gök zodi, vatanning mustaqilligi to'g'ri duo qilayotgan shunchalik o'zi. Endi agar duo qilish bilan ish bitadigan ish bo'lsa, men o'ylaymanki, vatan ming qatim az bo'lsa ozod bo'lgan bo'ladi. Biz uningga vatanni ozod qilishdan iborat kurashni qilmaganligimiz uchun uningga loyiq o'zi biz haqqimizni ololmadik. Shuning uchun bu yerdagi narsani bu degan vaqtida o'z vatanniki vatanni ozod qildik holatda bir o'zi kurashni qilgan vaqtida u narsa qo'limizga mutlaq holatda keladi degan gap. U bizning haqqimiz hisoblanadi. Endi bu Qur'onda yana sura Ibrohimdagi 27-oyatida yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirah va yudillullohu az-zalimin va yaf'alullohu ma yasha degan oyatning o'zidimi shu haq, nohaq, ya'ni haqidagi oyatlarni xuloslagan shaklda shunday bir bayonotlar bor misol. Qavli sabit, yani ispatlangan yusabbitullohu allazina amanu bil qavli sabit fil hayati dunya. Hayatı dünyada o'zi qavli sabit Qur'oni Karimga o'zi ishongan insonlarni hayatı dünyada o'zi Alloh taolo isbot qilib ko'rsatdi insonlarga. Va oxiratda isbot qilib ko'rsatdi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimga ishonib, shu bo'yicha shu ko'rsatgan bo'yicha ishlarning o'zini to'g'ri hal qilgan insonlar dunyodami g'alabaga erishgan degan gap bizga nisbatan. U qosidasi misol Payg'ambar alayhissalom zamonasida Payg'ambar alayhissalom boshchiligida Qur'oni Karimning yetakchiligida har masalaning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga solish orqali to'g'ri hal qilib manganligi uchun u yerdagi o'zi bir o'chim bo'lsa-mu shu musulmonlar oz bo'lish sifati bilan davlatni qurib shu g'alabaga erishgan. Mana shuning o'zi nimani bildirdi desa bu isbot. Bu Qur'oni Karimga to'g'ri o'zi esilib her ishining o'zini Qur'oni Karim orqali to'g'ri hal qilib mangalasa u odamlar o'zi bu dunyoda g'alabaga erishadiganligini bildirdi degan gap bosh isbotga asosan. Oxiratga degan vaqtda qiyomat kunida ey Xudo, men o'zim musulmon bo'lgandim, mu'min bo'lgandim, Qur'onga ishongandim. Endi bu Qur'onga shunchalik ishonsammi, men dunyoda hech qanday o'z vatanimning mustaqilligini ololmadim. Ya ko'maydi bu Qur'onning hech qanday foydasini ko'rmadim desa, u vaqtda hech qanday nima qilmaydi. Chunki bu yerdagi narsa nima desa, uni to'g'ri amal qilish masalasi bor. Men to'g'ri amal qilgan insonlarga Alloh taolo nima deydi degan vaqtda, to'g'ri amal qilib g'alaba qilgan insonlarni anda bo'lsa, ma odamni nima uchun g'alaba qildi? Bu odamlar shuni to'g'ri eslib qilganligi uchun men g'alaba qilgan, buning o'zi isbot. Agar sen bunga to'g'ri ishinib, to'g'ri amal qilgan bo'lsang, sen shular o'zi qozongan g'alabalarning o'zini qozongan bo'ladi deb o'tirib isbot qildiganligini o'zini ko'rsatdi. Yani bunun o'zini degan vaqtida dunyoda qilgan ishning hammasi oxiratda u odamniki qaysi narsaga haq bo'lganligini ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi degan gap. Yani qaysi narsaning o'ziga erishadi shu vaqtda. Haqqi nima bo'ladi? Yani o'zi jannat bo'lamdi, jahannam bo'lamdi, uning erishish, yani dunyoda qilgan ishniki işi qarta bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. İnsanlar dunyoda qilgan ishiga qarta go'ro'ga ilindi qiyomat kunida degan. O go'ro'ga ilindi degan nima degan bo'ldi desa, ishni oyoq qo'yib turib, ishi qarta insonning o'zi to'g'ri ish qilgan bo'lsa, yaxshi ish qilgan bo'lsa, Alloh ko'rsatgan prinsiplarga turib to'g'ri ish qilgan bo'lsa, u ish u insonni jannatga kirishga go'ro'ga nima qilgan gap. Madem cennet kirisi buldu dep o'zi işi qarta Alloh taolo anıga o'zi anda xulos chiqardi. Dunyoda nima bo'ldi degan vaqtda dunyoda u odamniki ishlari to'g'ri bo'lgan bo'ldi, g'alba natijalarni qo'lga keltirgan bo'ldi. Agar u odam xato qilgan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa, xato ishni jiqqan bo'lsa, u odamning qilgan ishi
qiyomat kunsi u odamning jahannam kirishiga o'zi sabab bo'ldi. Bu vaqtda u ishi jahannam kirishga go'ro'ga olgan bo'ldi shu ish odamning o'zini. Ya'ni ma ish bu odamning jahannam kirishiga layoqni to'shqazgan bo'ladi deb ishning o'zi uningga bir xulos sifatida o'ttirib turdi degan gap. Xudalqi bir odamga ma'nosini nima bersan, men ma'nosini go'ro'ga qo'ysam deymiz-ku. Misol, xuddi shunga o'xshash, masalan, ma telefonning o'zini sana go'ro'ga qo'ysam, mayar sen o'zi 100 koy berib tursang, men 100 koyni tep ekib bergandan keyin telefonini bersang degandek o'zi go'ro'ga qo'ydigan ishlar bor. Xuddi shunga o'xshash, ishni go'ro'ga qo'yib, undan keyin bizni o'zi kirdigan yerga andaq kirdigan. Onun uchun bu yerki masala nima degan vaqtida haq bo'lgan narsaga erishish o'zi o'zimizniki saviyasi, o'zimizniki qilgan ishiga qarta bo'lgan narsa. Bu yerda batil mana shu tamamen qarshi so'p hisoblanadi. Yani haq deganni inson dunyoda qilgan ishniki mayli to'g'ri ish qilgan bo'lsin, mayli xato ish qilgan bo'lsin, shuniki eng oxirida oldigan natijasi shu odamning haqqi bo'lib hisoblanadi. Haq degan kelimaning o'zini xuloslagan vaqtida. Haqiqat deganning o'zini xuloslagan vaqtida, yani to'g'ri narsaga esilgan inson oxirsida to'g'ri natijaga erishadi degan o'zi bilan xulosalandi. Ha. Aşna iş endi qanday gap demoqchimi ya? Bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo inson bil jinni nima uchun yaratganligi haqida bir o'zi bizga bayonot berdi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun debdi. İnsan bil jinni menga itoat qilsin uchun yaratdim dedi Alloh taolo. Yani Allah Teala'ya itaat qilgan insonlarniki hammasi yaxshi natijaga erishadi. Itaat qilgan degan hamda og'izda emas. Og'izda uni e'tirof qilish, qalbida ham e'tirof qilish, ham o'z amaliyotida shuni qilish degan gap. Qilgan vaqtda u odam u Alloh Teala'niki kitobidan iborat buning o'zi itoat qilgan bo'ladi. U odamning kirdigan yeri jannat bo'ladi yani. Chunki amali shu yerga oladigan gap. Hamda u yerdagi narsa nima desa, rahmat yo'li kirdi deganning o'zi u qilgan amalning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. O ish qilma, bu qadarchilik-ku bularni hammasini qilayotgan gaplar hammasi qadarchilik. O Alloh taolo xohlagan odamning o'zini jannatga kirdi. O kimga marhamat qilsa, shuni o'zini akirdi. Bunda qarab quvg'inchiga o'xshash, quvg'in o'xshabdi, ashning o'zini mayagini qo'lay, quvg'inni o'zini eshakka berib atay degandek o'zi bir tushunchada bo'layotgan odamlar. O ravoyatimi shunga to'g'ri kelgan narsa asli. Ammo bu yerda undaq bir narsa yo'q. Alloh taolo insonni itoat qilish uchun, o'ziniki qonun prinsiplariga itoat qilish uchun insonni yaratgan bo'lsa, ya'ni Qur'oni Karim zaten ashtaq deyishlik, u inson Alloh taolo Qur'oni degan bo'yicha u Alloh taoloniki qonun prinsiplarining o'ziga itoat qilib, shu bo'yicha ish etmagan bo'lsa, demak u odamning qilgan ishi o adamga o'z kepil oldu degan gap. Qur'ondagi oyatlar bu masal. İnsanlarniki amali o insonlarniki o'zi insonniki insonni go'ro'ga nima qiladi degan oyatning o'zine qarshiligiga to'g'ri keldi-da misol. Buning asosan o rivoyatning hammasi xato bir rivoyatlar, ham o'zi amaliyotga hech qachon uyg'un emas. Oyatning o'zi asli go'ro degan oyat. O nima degan vaqtida Xudo payg'ambar alayhisalom zirchaparning o'zini nimadan yahudlardan
ep turib, uning bir narsani görüp qo'ygan bir rivoyatlar var. Peygamber sallallahu tarixdan bor bu narsa. O görüp gelish degan o'zi, "Ani bersen mani berme" degandek bir narsa endi. Men mani qo'yib qo'ydim. Agar men mani yo'q deb qo'ysam, ani sening oldu degan gap. Ashna barobar bir narsani qo'yib qo'ydigan gap. Agar ani yo'q deb qo'ysak, ani bermaydi. Xuddi shunga o'xshash, o yerda bizni qilgan ishimiz, bizni görüp oldigan gap. O vaqtda qilgan ishimiz agar bizniki jannat kirishga layoqimizni to'shqatsa, demak, o bizniki jannat kirishimizga aşı amal nim bo'ldi degan gap. Vesile oldu. Vesile oldu degan gap. Olmaz bu dünyada nima uchun insonlarning o'zini yaxshi ishni qil, yomon ishni qilma deb insonlar bunday deyishga nima hojat bor? Allah Taala kimga marhamat qilsa shu jannat kirdi-ki, kimga g'azab qilsa u jahannam kirdi-ki, bizning bu dunyoda yaxshi yomon ishlarni qilimi deb unda chaplashga hech qanday hojat yo'q-ki deb tugatsak bo'ldi uning o'zini. Ondaqda Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmezlik, onun rahmetinden so'rash meselesi şu. Bu so'rash masalasi o inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni ojiz bir inson bo'lish sifatimiz bilan to'g'ri. Ey Alloh, meniki o'z gunohimni kechirgin va marhamat qilgin deyishimiz to'g'ri. Ammo marhamat qilgin deb lekin yetib, hech qanday marhamatga loyiq ish qilmasak, u quruq gap uning o'zi. Shu Qur'oni Karim nima deydi desa, misol Sura Baqarniki qancha oyatniki nimasi aniq esimda yo'q. Hajga borganlarning o'zi shu yerda Rabbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirat min xalaq. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ulaika lahum mimma kasabu degan oyat bor-ku. Bu nima degan bo'ldi desa, bir qism odamlar, "Ey Xudo, bizga dunyoda o'zi bir yaxshilik nasib qilsang" deb dunyolikni tilaydi. U odamga oxiratda hech narsa berilmaydi. Chunki oxiratda ish yo'q odamlar bular. Bunun için ahirette hiç qanday onunla bir narsa berilmaydi. Yani bir türlük adamlar, "Ey Xudo, dunyo va oxiratda bizga yaxshilik nasib qilsang" deydigan odamlar bo'ladi. Bu shu ikki turlik odamlarga berilgan javob nima desa, "Ulaika lahum mimma kasabu." Ularning qilgan ishiga loyiq berilgan narsa. Berilgan narsa. Yani sen şunu bana "Ey Xudo" de, tamam. Biz amenna deb turimiz o gapga. Lekin sen onun loyiq bir ishni qilmay turib, u Xudoning tilishing, u sizga hech qanday natijaga erishmaydi. Ya'ni insonlarniki bu yer chiqadigan natija nima degan vaqtda duo qilishing, Xudoning tilishing xato emas. Sen bir inson bo'lish sifatingdan duo qilsang bo'ladi. Va lekin duo bilan ish bitirim deyishing hammasi quruq gap. Shuning loyiq ish qilmay turib, buğday termay turib, "Ey Xudoyim, buğday va qo'y vaqmay turib, paxlayim ketdi" deyishingning hammasi quruq gap degan gap. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda, sen shuni loyiq ish qil, uningga sen erishsa degan gap endi. Faqat Qur'oni Karimda bizga duo sohasida Alloh taolo bizga nima qilgan, buyurgan duolar nima degan vaqtda xato, yani ishimizda o'zi xatolik bo'lgan bo'lsa, shu xatolikni Xudoning kechirishi, bir xato ishni qilib solgan bo'lsak, uni o'zimiz bilgan bo'lsak, ikkinchi qilmaslik uchun tavba qilish haqida duo qilish, bu ikki tal duoning o'ziga Alloh taolo Qur'oni Karimda buyruqliq. Yani "Vastagfirhu innahu kana tawwaba" degan oyatlar var, misol shunga o'xshash Nurg'uyada Alloh taolodan kechirim so'ra degandek oyatlar bor. Bu nima degan vaqtda xatolik o'tkazgan inson Allohning kechirim so'rash. Yani Allah bilan insonning orasida ish bo'lgan bo'lsa, masalan namoz o'qiyolmay qoldi, yoki vaqtida o'qiyolmay qoldi, yoki ro'za tutolmay qoldi. Yani ibodat sohasidagi bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, Alloh bilan insonning o'rtasidagi ishlar bo'lsa, u vaqtda Allohning kechirim so'rash bu bo'ladi degan gap. Hattoki inson bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lsa-mu, u vaqtda o'zi masalan men bir odamning o'zini ranjitib qo'ydim. Ranjitib qo'ygan vaqtda u insondan men o'zi kechirim so'rashim, u o'zi meniki qilishga tegishli majburiyatim bo'ldi. Masalan, uni g'aybatni qilib soldim. G'aybatni qilib solgan bo'lsam, birodar, men sizniki g'aybatni qilib solgandim, men sen meni kechirgin desa, bu odamning o'zi meni kechirsa, inson bilan meni oramdagi ish tugadi. Hamda Alloh bilan meni oramdagi ish qilib qoldi-da.
u nima degan vaqtda Alloh Qur'oni Karimda g'iybat qilmanglar degan buyrug'i bor. Men shu buyruqqa amal qilmaganligim uchun Allohdan anandaki men kechirim so'rayman. Bu yerda o'zi bo'ldi ama ishning egisilmi o'zi qoqishib qo'ygandim o'sha odamdan kechirim so'radim. Tugidi bu ish deyilgan bunday ish yo'q. Allohning qonun prinsiplariga biz amal qilmaganlik uchun uni Allohdan anki odamdan o halollik turklashlar aytdi-ku, halollik qilib bo'lgandan keyin andikin Allohdan Allah Xudo endi sen kechirgin desak, u to'g'ri bo'ladigan gap. Şoňalky nurgun işler var bu ýerdäki fakat hemme näsini muş qadarçilikke nemesde bu evjep ketken hemme näsini Hudaga atyp goýuş. Onundan hiç kanda bir näse biz iş kılmasakma o YouTube'da bir adamniki dua neme hak ögüt atkan yerini görüp goýgandym. Sen muş ayetini okusan boldy, iş kılmasan özü iş kandasan o jenin baky bers dep dewardy adam üçü. İşte de yolda bakine. Yani sual çok sorulap kaldı. Yani bir sualım. Yani bizi bayat ne yakısıladık toğur iş kılanınki çokum toğur neticesi buludu diyen bir ilgili sorup geldiler. Burun programlardan bu tekrarlandı. Bir adam toğur iş kılış şu kadarcık tirişipin bazen tətü kildiğen işler 101'de oylamagan bir yerlerden ziyan kildi, yaki bir zahmet kildi. Bir kanda buludu. Uçadı o adam ben şu kadar toğru kıldım hem işin cayda ama yanımda bolap kaldı dep özür etişka yaki tırnak tatlaşka sebep olduğun hayatımızı beşimizi kilidemdi. Bunda çağda bunu hem de sınak dep düşünüp geldik. Enenevi düşüncelerimizde. Ve hatta bazı izahatlarda eğer okşaş bir musibet birisinin bir işkedenden bir şekilde biri kafir bir Müslüman olsa Müslümandan bir şekilde sınak oludu, kafirden bir şekilde ceza oludu diyen şekilde izahatlarını anlap geldik de. Endi bu ayrım bir temi bolgan takdirde mi hazır şu nime itibariyle bir soğun kep kaldı. Sınakla qanday düşünüyoruz o zaman? Aslında bu dünyadaki insanların hemesinin kıvatga işi şu sınakның üstündeki işlerdi. Sınakның üstündeki kıvatga işler. Hem bu yerde cık adamın kallasını ötmeydiğen meseleler var. Çünkü Kur'an okup görmegenden keyin Kur'an'da bir ayet var. Sure Bakara'nınki kaçıncı ayet enik esinde kalmapsa 5 tarafta. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven-nesârâ ve's-sâbiîne men âmene billahi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn diyen bir ayet var. Bu nim diyen boldu dese nurgun adam oylaydı. Hem de biz şu iman sahasida nahayet mürekkep bir imanlının özüne özümüzge nip koygan. Hem Kur'an'da bu nahayet keng dairde keng özü bir urunda urun eliklik. Bu neymi dese? Misal innellezîne âmenû diyenin özü mu'minlar vellezîne hâdû Yahudlar ve nesaralar yani Hristiyanlar ve sabiine diyenin özü başka dindekiler. Bu yer çik misalda. Her kandak dindekiler diyen mananı öldürdü. Allah'a işengenli olsa, ahiret işengenli olsa, ulanın kığa işi zaya kılınmaydı. Kıyamet günü onun ecri verildi deydi. Ular korkup kaygırmaydı deydi. Kur'an'da bunu değillik. Bu ne diyen bolduysa, misal Müslümanlar, Müslüman desek neyme? Müminler değil. Mümin boğan adamın özü adette Allah'a işlersin şerik koşmaydı. Şerik koşmayan adam mümin boludu. Allah Teala işen diyen şu 5 türlük näsik işengen boldu ve o ki ibadeti süptide namaz bilen rozunu okugan boldu. Misal. Bu adamını mümin deymiz. Ve Nesara alçıyor dese misal Allah Teala nime Peygamber Aleyhisselam'ın ki zamanski Nesara aldım hemesini özüge batdı bu. Yahudiların hemesini. Uzeyr Allah'ın oğul deydigan. İsa Hudanın oğul deydigan. Sabiin diyenin özü bütün başka dindikiler. Ben başka dindiki insanların ki nesillerini kögenligim için bu yerde bu nesini sözlevatı mı? Hatta ki Buddhistlığın özü mü? Adette o Kur'an'daki min dunillahi diyen ayetler var o. Ola özü
Allah uni Qur'ondagi tarjimalarda Allohdan boshqa narsaga cho'qingan deb undaq tarjima qilinlik. Asli unday emas. Allohning tövündeki narsalarga cho'qingan degan ma'noni nima to'g'ri chiqadi bunda. Masalan, butlarni, insonlarni shu Alloh bilan o'zining orasiga vosita qilib olgan. Shafaatchilar ashtaq nima qiladi? Hozir butun o'zi shu musulmon deyotganligi 199% desak bo'ldi, hammasi payg'ambarni, mujohidlarni, sahobalarni, o'ziniki olimlarini yoki o'zining pirlarini orliqqa misol vosita qiladi Alloh bilan o'zining orasida ko'rik rol o'ynaydigan qarta. Qiyomat kuni bizga shafaat qiladi deb qaraydi bular. Mush insonlarning hech birisini Alloh taolo sapdan chiqarib atmoqchi. Sapdan chiqarib atmoq. Ular nima deydi desa, shirk keltirishga Alloh taolo cho'ng gunoh deydi ana o'zini. Cho'ng gunoh deydi shirkning o'zini. Ammo mush odamlar nasara xristianlar hammasi Qur'onda sanab, bularning qilgan ishi qiyomat kunida ham zoya ketmaydiganligi haqida Qur'onda bayon bo'ladi. Qur'on bunda keng doiralik narsada misol. Biz o'ylaymiz, faqat lekin bizga bo'ladi deymizda, u unday emas. Ya'ni nurg'un odamlar mana shu Yahud nasoralarning yaxshi qilganlari bor-ku, ular qanday oldi qiyomat kunida deydi. Alloh Qur'onda javob berdi bunga. Fala xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi. Biz nima deya olamiz unaga misol? Ya'ni yaxshi ishniki ajri hech bir zaman zoya ketmaydi, ya'ni yaxshi zoya ketmaydi degan gap. Qur'ondagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida. Unda sınaqning tushunilishini qisqacha. Sınaqniki nemisi mana o'sha yerda mayli qanday dindagi insonlar bo'lishini qat'iy nazar, u odamlar yaxshi ish qilgan bo'lsa, bo'libmi Qur'oni Karimda iymonni ham bir o'rin qo'ydi, islomni yana bir o'rin qo'ydi. Bu islom hamda iymon bilan ikkisi o'zi nemisidan o'zi o'xshashmaydi, jiqyalar o'xshashmaydi. Buning o'zi maxsus bir mavzu qilsak bo'ladi. İman nima, islom nima, shariat nima degan qarta bir mavzu qilsak bo'ladi. Ammo bu yerdagi nurg'un odamlar biz musulmon deydi. Musulmon bilan o'zi mu'min holatdagi insonlarniki Qur'ondagi o'rni ham o'xshashmaydi. Qur'on uningga ayrim nimalarni berganda, misol. Shu oyatdagi narsa nima bo'lsa, ishongan odamlar. Innallazina amanu vallazina hadu deganning o'zi hammasi Yahudi bo'lib Allohga ishongan, Nasara bo'lib Allohga ishongan, Sabiin va boshqa dindagi, Budda dindagi bo'lsin, qanday dindagi insonlar bo'lsin, uniki o'zi orqada butga ishongan, lekin mush but shu buddizm nima so'rasi nima deydi desa, bu but bizniki o'zi nima duoyimizni shu osmondagi Allohga yetkazdi deb qaraydi. Shunga bizning tariximizda bizning ajdodlarimiz ko'k tangriga e'tiqod qiladi degan shu nima kitob tarix kitoblarida bor shu. Ko'k tangri degan nima desa, butun koinotni yaratgan tangriga e'tiqod qiladi degan gapda, podshosini bu yerda tangrining o'g'li yoki olmaydi, yoki tangriniki nimasi degandek shunday nom bilan ataydigan anda holat shakllangan. Shuning uchun bu yerdagi gapni o'zi kelsak, dunyodagi butun insoniyatni qilayotgan ishi hayoti, ya'ni sinoqning ustida mangadi degan gap. U faqatla musulmonlikni emas. Uning uchun o'zi mayli bir musulmon bir o'zi ziyon qo'chirsin, mayli bir xristian yoki yahudi mushriklar ziyon qo'chirsin, uning hammasi o'xshash shu o'zi nimada ishini to'g'ri qilmagan bilan munosabatlik, ham uniki ajrisi yoki jazosi qiyomat kunida o'zi Allohning oldida beriladigan narsa. Bu bir masala. Ikkinchisi, aşağıdaki uçurgan nemining o'zi, parakanchilikning o'zi nima desa, qilgan ishiniki haqqi degan gap. Bayatdan shuni deb keldik biz. Haq oldu. Haqqi. Bir odam mashinaning oldiga o'zini ossa, u odamning o'lish, u odamning haqqi bo'ladi, misol. O adamga haq oldu. U odamga haq bo'ldi, u odamning ham haqqi bo'ladi. Chunki men ash o'limni qo'lga kiritishim kerak degan qilayotgan ishiniki ma'nosi. Qur'on onu demardı yani. Yeni birisiga ham da Allah şirk keltirmeslik to'g'riliq. Eng cho'ng gunohning shirk ekanligi. Agar shirk qilsa Allohning haqqiga tajovuz qilgandek bir xil
Nimeni ayetler barmy şu toğruluk. He. Onu gana düşünümüz boldy. O şerik keltirgenlikini Allah Taala Kur'an'ın özde şerikten başka günahını keçirilganlığı, şerini keçirmeydiganlığı doğruluk ayetler mesela innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha degan ayetler var mesela. Şerini keçirmeydi deydi. Endi bu adamın özü yani Kur'an'da jaza meseleleri var. Jaza meseleleri neymi degan vaqtda ebedi cehennemde oladı degan ayetler nayet köp yani egelleydi. Lekin bir kısım ayet atıyor degan vaqtda osmon zemin öz bo'lgan muddat ichida muddatkichilik bo'ladi degan o'zi oyatlar bor. Madomat samovat val arz degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, har qanday mushrik Yahudi Nasara bo'lsa-mu, bir mezgil o'zi jahannamda o'zi haqqi bo'lgan jazoning o'zini o'tab bo'lgandan keyin u odamni chiqadi degan ma'no chiqadi bu yerda. Chunki u yerda o'zi u abadiylikka kuyib ketgan bunday bir ishli yo'q. Aş adamning qilgan ishiniki jazosi tug'ichilik o'zi nimada bo'ldi. Yana o'zi bu xuddi dunyoda bo'layotgan ishlar bor. Misol bir odam bir davlatning qonuniga yoki nim qilib ashada bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, og'ir bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, bir qancha odam. Shuningda ba'zanlarga misol bir qancha yillik jazo berilgan bo'lsa, ba'zanlarga muddatlik, ba'zanlarga muddatsiz, ba'zanlarga o'lim jazosi o'xshash bunday jazolar berildi misol. O'lim jazosi berilgan vaqtda onun ba'zanlarga o'lgandan keyin manchilik siyosiy huquqidan mahrum qoldirildi yoki abadiy mahrum qoldirildi degan nurg'un o'z tarmoqlari bor u qonundagi. Xuddi shuningga o'xshash bu qiyomatda bo'lgan jazoning o'zidimi u odamlar jahannam kirsimi, u jahannamga kirgan mushrik kofirlarning ichidami yana ma'lum bir mezgil yoki ba'zanlar undan sal uzg'aroq, ba'zanlar sal qisqaroq degandek har xil shaklda o'ziniki qilgan ish harakatlari qarta dunyoda qilgan ishi qarta jahannamda jazolanib o chiqadiganlikni Qur'oni Karimdagi ash madomat samovat val arz degan oyatning o'zidan bilib olaymiz yani. Ve ebedi zodi odamning o'zi hech bir zaman jahannamdan chiqmaydigan darajada bundaq jazoniki yo'qligining o'zini Qur'oni Karimmi o'ziniki shu nemizda uchiq oshkora nim qiliqliqandi, bayon qiliqliq. Onun uchun bir odam kofir bo'lsin yoki yahudi bo'lsin, ebedi o hech bir zaman chiqmay jahannam jazolandi deyishning o'zimi hem bir tarafdan aql mantiqim to'g'ri kelmaydi, hem Qur'oni Karim bu oyatga asla to'g'ri kelmaydi. Şoň bu yerdeki näse nima bolsa, hech bir insonniki qilgan ishi qiyomat kunida zoya qilinmaydi. Aşu innallazina amanu vallazina hadu degan oyatniki hammasiga qarta biz ma'ni etgan vaqtida mayli qandaq dindagi insonlar bo'lishini qat'i nazar o adamniki qilgan ishi hech bir zaman zoya qilinmaydi. Gunohi tugagandan keyin qilgan yaxshi ishining bedeliga o odamlar o'zi chiqadi o jinoyat jazo maydonidan chiqadi degan gap. Xaldin piha deganning o'zi arablar bunda so'zni najiq ishiltidi. Xaldin piha deganning o'zi nayt uzun muddat o nimada jahannamda bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Bu oyatni Halidine fiha abada deb kelgan oyatning to'lisi şu cennette degan men shu oyatlarda kelamda. Jahannamlikligimi keladi va lekin xaldin piha degan vaqtning o'zida bu nima desa nayt uzun muddat. Misol mana bu Sulaymon alayhisolamniki vaqaligi va Qur'onda Sulaymon alayhisolam jinlarga rahbarlik qilib qilgan vaqtda o jinlar her ko'ldak shundaq o'zi leganlarni yasaydi degan ashundaq o'zining bor. Legan deganni ko'ldak bo'lmaydi. Ash arab mamlakatlariga borganlar ko'rganda arablar tamoq yeydigan vaqt keldi bundaq diametr 1 metr keldigan ya undan cho'ng ba'zilari 70-80 sm keldigan mis leganlari bor bo'lgancha. Demek o nima desa cho'ng leganlarni yasaydi degan ma'noni bildirdi. Arablarniki bu halqi bir narsani ifodalash usullari halqi jih sahada andaq bizga bek o'xshab ketmaydi. Bizden başka romanlarını okuyduğun bolsa, alamet bir narsani andaq ifodalaydi. Ama onu ameliyat uygun halatda tushungan vaqtida undaq olmaydi o narsa. Ko'ldaklegan deganning o'zi
cho'ng mundaq legellarni yasaydi degan ma'no keldi. Xuddi shunga o'xshash, Xaldini piha degan vaqtning o'zida uzun muddat turdi u yerda degan gap. Ebedi zodi mango chiqmaydi u yerdan degan ma'no chiqmaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi u vaqtda bir oyat, yana bir oyat bilan o'zi qarama-qarshi keldigan gap. Onun uchun bu yerki narsaning o'zini biz nimqa vaqt tushungan vaqtdami mango emas, uzun muddat. Ya'ni o odamlar uzun muddat jahannamda qoladi degan ma'noning o'zida tushunishga to'g'ri keldigan gap. Yeni birisiga Allah'ın rahmeti hamma narsani qapsaydi degan oyatning nimasi bo'yicha hamda o cehennem nima o'lsiga olib ketadi. O cehennemde mangu qolib qoladigan nim bo'lmaydi. Allah ularga rahmat qiladi degan ma'no chiqamda. Ha, albatta. Chunki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda dunyoga kelgan insonlar tug'ilgandan tortib to o'lguchilik faqatla askishni qilib bo'lmaydi. Hayotida o insonlarniki nurg'un o'z yaxshilar oldu. Misal hech bo'lmasa 15-20% yaxshilar bo'ladi odamniki. Bo'lmadi, hech bo'lmagan vaqtning o'zida. Demakki o insonlarniki 70%, 80% yama ishlar qarta o'z jazosini tatgan taqdirdimi? Hamda shu qilgan yaxshilik qarta Alloh taolo yaxshi ishi zoya qilinmaydi deb Qur'oni Karimda bayon qilgandan keyin u vaqtda u odamning hech bir zaman o'zi o yaxshini zaten zoya qilib o'tishmi Alloh taoloniki adolatiga to'g'ri kelmaydi yani. Shu bu yerdagi narsa nima desa, ikki oyatning o'zini Xaldin piha bilan Madamat samawat vel arz degan oyatning ikkisini bir yerga kelgan vaqtida demakki har qanday bir jinoyatchiniki jazolanish muddati vaqtli bo'ladi. Bir mezgil uzun bo'ladi, ba'zilarning yana biroz uzun bo'ladi, ba'zilarning sal qisqa bo'ladi degandek o'zi qancha yil yoki qancha 100 yil ko'ysin, jahannamda azoblansin, u bir mezgil bo'lgan vaqt uni jinoyat tugab, undan keyin o'zi chiqadigan gap bo'ladi. Asasen bu halkı Xaldin piha degan o'xshash, mush Xaldin piha abadan degan shu kelime asas jihatdan shu jannat ahllariga ishiltildi ekan-ku bu. Chunki abadiy turadigan yer insonlarniki jannat. Bo'lgandan keyin u jannatdagi insonlarga abadan degan kelima jiq keladi ekan, ammo jahannam ahllariga yo'q deyarlik holatda, misol. Sizin deydiganlar tüydü mü ya meni sualım baymış kitap. Tugudi. Emdi malıqı Ca'al hakka ve zahaqal batil degan iliqi İsra suresi 81. ayeti. Aşını qanday düşünümsiz? Evet, yaxshi. Ca'al haqqu ve zahaqal batil innal batila kana zahuqa degan bir oyat var misol. Haq kelgan vaqtda batil ketdi. Nimishqa degan vaqtda haq kelgan vaqtda batilni ketish tabiiy degan gapda ma'nosi. Bu batil haqniki qarshisi. Har qanday arabda bir so'z var. Kullu şeyin yorapu bi azdariha degan bir nemisi var. Har qanday narsa o'zining zid, yani qarshisidagi narsani bilan tunigan vaqtda uni yaxshi tuniqli oldu. Deydi, oqni tunigan vaqtda qari bilan, misol, cho'ngni tunigan vaqtda kichik bilan, undaq o'zi nimqa vaqtda u narsani yaxshi tuniqli oldu. Xuddi shunga o'xshash, biz batilni, yani haqni tunigan vaqtda batilni va ikkisini birlashtirib tunigan vaqtda bu o'zi nihoyat yaxshi tuniqli oldu. Yani bu batil deganning o'zi nima degan vaqtda u uningga halqi to'g'ri bo'lmagan. Misol bir odam bir yaxshini qildi. Yaxshini qilgan bo'lsa, u yaxshi ishga loyiq holatda uni haqqini bermaslik biz nohaq deydi buning o'zini. Haq nohaq degan masala bilan nima qildi? Arablarda haq batil deb qaraydi. Bizda haq nohaq deb nima qildi? U nohaq bo'lgan bo'ldi. Nohaq deganning o'zi uningga to'liq haqqini bermaganlik. Yoki haqqini bermaganlik yoki to'liq haqqini bermaganlik bu hisoblanadigan gap. Shunga u yerga to'liq haqqini bir odam qilgan ishi qarta
to'liq haqqini olgan vaqtda u yerda o'zi botil, ya'ni to'liq haqqini ololmaslikdan iborat bu narsa tugaydi degan gap endi. Shunga o'zi haq kelgan vaqtda u yerda botil bo'lmaydi degan vaqtda. Misol, u yerda bir narsa haqiqiy o'zi amillashgan vaqtida nima bo'ldi desa, u yerda botil yana nohaqchilik bo'lmaydi degan gap bo'ldi. Çünkü nima qilsa Alloh taolo uchiq degan innal batil kana zahuqa. Zaten u haq kelgan vaqtda botilni ketishi tabiiy olib keladi. Tamam. Allah razı olsun. Ondan keyin Sure Baqara'nın 42. ayeti var. Ve la telbisul hakka bil batil degan bilan boshlangan. Onu 5-nima deb kirib o'tdilar. Mushuni tushuntirib qo'ysalar. Bo'ldi. Qur'onda shu sura Baqarniki bu 40-dan 43-chi oyat orasida Ya bani İsrail azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون deganlik oxirsida andikin ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون deydi. Bunun o'zi İsrail avlodlarining o'zini Tevratni evatgandan keyin Tevratni Musa alayhissalom orqali qilgandan keyin uningga o'zi mush Tevratga amal qilish haqida ulardan va'da olganda to'rteg'ini ko'rsatib turib, mush to'rteg'ini o'zi xuddi beshinga tashyaptimi deganda qilib turib, o'zi ulardan va'da olgan. Va'dangizga vafo qiling deb. Va yana o'zi uningga va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum deganning o'zi yana shu Qur'oni Karimning o'zini ko'rsatib turib, men tushungan mush Qur'oni Karimga sizlar ishoninglar. Chunki nima qilsa u Qur'oni Karim sizlardagi kitobga o'xshash bir kitob. Buningga o'zi birinchi bo'lib kofir bo'lmanglar, Allohning oyatini ozg'in pulga sotmanglar deb kelib Alloh taolo va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deydi. Bu nima degan vaqtida boy deganga o'xshash haqni botil o'l pardozlamanglar. Yana hozirgi vaqtda jiqqo shunday ishlar, masalan, rivoyatlarni, fiqh arablarning hikoyalarini akilib, uning o'zini haq ko'rsatib, o'sha haq din ko'rsatib bizning millatimizga shunday qilgan ishlar nihoyatda jiq. Uniki haq, ya'ni to'g'ri bo'lgan tarafi bo'lsa, mayli. Lekin u botil bo'lgan bir narsaning o'zini haq deb kishilarga bundaq o'zi to'g'rimi shu bizning dinimiz, shu to'g'ri narsa, to'g'ri din deb balki botil narsani insonlarga to'g'ridan qatorda undaq ko'rsatmoq deydi. Wala talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deganimiz shu vaqtda sizlar haqni yapgan bo'lasizlar. Bilib turib haqni yapgan bo'lasizlar. Haqni botil bilan yepib, unidagi mana uning o'zini botilni haq bilan yepib, botil narsani haq qilib ko'rsatishning o'zida haqni yapgan bo'lasizlar vaqtida. Bilib turib. Shuning uchun sizlar bu ishni qilmang deydi. Yani bu yerda nurg'un programmani boshlagan vaqtida programmani kimizda so'zlagan jihnaslar bor. Yana haq turish masalasi, haqni qanday amalga oshirish masalalari, haqqa amal qilish masalalari bu nihoyatda og'ir bir ish. Haq turish masalasimi bak og'ir ish. Men shu tafsir o'qiyotgan vaqtlarimda shu nimaniki Lut alayhissalomniki ayoli kofirlar tarafga o'tib ketdi. Qur'onda bor bu. Masalan, Nuh alayhissalomning bir o'g'li kofirlar tarafda bo'ladi. Nuh alayhissalom qarshi. Bu shu oiladagi bir odamning o'zi shunday bir haq so'zni qilyapsa, shu odamni qandoq shu botil tarafga o'tib oladi deb meniki ichim pushaydi-da. Keyin biz shu programmani qildik, qilgandan keyin bizga kelib ketgan zulmlar, haqoratlar bu oilada mening bilan tusi bo'ldi-ku. Shu meniki baljaqinlarimning Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, shu Instagram deymiz, shu narsalarga yezib, sen kofirning bolasi, sen murtad, murjining bolasi ekansiz deb ashlarga qilib ketgan zulmlar, haqoratlar haddi hisobsiz bo'lib ketdi. Misolda ayolimga bo'layotgan narsalar.
Həptilab gap qilmagan kunlarim bo'lib ketdi. Bu batıl aqidadagi insonlarda bu qadar rahimsizlik, bu qadar o'z sharafsizlik bu har qanday vaqtda bo'ldi keyin. Payg'ambar alayhissalom va butun payg'ambarlarning zamonasidagi shu sharafsiz insonlarga qarab men hayron qoldim. Bu bizni beshimizga kelgan vaqtda biz payg'ambarchilik bir ishni qilgan yerimiz yo'q. U payg'ambardek undaq o'z bir ishni qilgan vaqtda bir kun yashamayotganmiz deb qolaman-da. Misol. Bu qadar yana zolim, bu qadar nomard o'tirg'i chiq shu o'z haqvos shu narsanga o'zi dalil isbotini ko'rsatib o'tirg'i chiqib ne chiqadi dedik. Undaq narsani o'tirg'i chiqarmoqlik. Ya'ni bundaq bir haqni so'zlab uning maydonida turish masalasimi bu ajoyib o'zi jasorat talab qiladigan shunday bir narsa ekan bu. O payg'ambar alayhissalomniki nima uchun men tog'ni o'zimni aytib olaman deb shunda holat ketishning sababi nima degan vaqtda bu nihoyat og'ir kelgan masala bu. Bizni xotin bolalarimiz nima ishi bor u go'yilniki misol. Abduqodir Yapchan degan go'yning o'zim deydi-ku, xotinning taloq degan jalobning olisi. Og'zini buzib etdim demoq edi meni. Hayvon. Manga desa mayli, ma gaping xato, ma Qur'ondagi ma dalilning sababidan desa u boshqa gap. Bir eg'iz dalil ko'rsatmay turib bu yerda meni xotin bolalarimga haqorat qildi go'yning o'zi. Odam ba'zi vaqtda mana shunday demaydi hech qanday bu sohadagi gapni deymiz, lekin odam jiniga o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalomga qalam so'risi deydi-ku. Hammazim mashshaim binamim, o'tillim ba'di zalik zanim, zamalin va banin deb ashaning o'zida aşı dadısı yo'q qilqi. Nima degan bo'ldi? Bizning tilimiz jalobning olisi degan gap bo'ldi. Aşı qilqi bir mushrikni ashari shundaq nim qildi. Tabbat yada Abi Lahab degan ashilning o'zini so'zlash payg'ambar alayhissalomga o'ng'ay narsa emas. O'zining tag'isi to'g'riliq. Demak, jondan o'tgan vaqtda inson og'zini buzdigan gap. Biz ularning o'zini bu insonlarimizning o'zini tarixda biz mushuncha ular ziyonli tortib Muşundaq zulüm qilib qilishimizning sababi mushu diniy sohada nurg'unlagan mush xato yo'lga menib ketganligimizning sababidan bo'ldi. Mushun to'g'rilab olaylik. Bütün diniy olimlar qo'li Qur'onni olsin. Tamam, mush zot biz yetkizimiz buning o'zini biz to'g'ri yetkizsa, biz mush minutdan boshlab to'xtaymiz bu ishning o'zidan. Asl to'g'ri yetkizuvasi bizniki maqsadimiz ado bo'lgan bo'ldi. Desak, uning o'zini qilmaydi misol. Bir narsani to'g'ri qildi, nima? Xato qilding, ma'ning o'zi men oyat qarta xato deb bir tal dalil isbotni ko'rsatmaydi. Uningdan keyin bizga shunday haqoratlarni qilib, u menga shaxsan oilaning o'zida, menga shaxsan bo'lmaydi-ku. Butun oilaga qarta shunday haqoratlarni qildik. Buning nima ishing vasiniki? Shu vaqtdagi payg'ambarlarning ayollari, baljaqlarimi shunday zulmga chidamay, shunday o'zi bo'lgan ishga deb men undan keyin tushundim bu ishning o'zini. Bu undaq o'ng'ay narsa emas-ku bu. Bu dunyoda bizniki bir odamning chiroyli bir gapni anglab o'tishimiz, nihoyat oz sondagi insonlarni anglab o'tishimiz mumkin. O'lib ketsak-mi bizniki jinozamizga keladigan odamlarni toptaylik. Bizniki mush dunyoda qilgan xizmatimiz qilib qoldi. Millat o'zining milliy ruhi qaytsin. O'zining Uyg'ur millat ekanligini tunisin. O'zi Uyg'urib yashasin, Uyg'ur milliy ruhining o'zini qaytarildirsin. Arabga egashmay, o'ziniki rahbarlarga egashsin, o'zining olimlarini hurmat qiladigan bo'lsin. O'zining vatani, o'zining millati uchun kurash qila oladigan bir ruh o'zi yetilsin deb bu o'zi programma qilyapmiz. Vatan millat uchun. Eğer o'zi shu batıl din bilan vatan azat olgan shu bo'lgan bo'lsa, men yana og'zimni yumib turgan bo'lardim. Azat oldimi? Minglagan, 10 minglagan insonlarimiz mush o'ttir sharqqa chiqib o'lib ketdi. Nurg'un o'zi bolalarimiz xotinlar tul qilib, nurg'un bolalarimiz egjoqsiz bo'lib hozir shunday yashayotgan ishlar bor. Buni qarawatgan odam bormi? Buni kim vayron qildi misol? Mollal vayron qilmay kim vayron qildi millatni? Mana mushundaq o'zi insonlarning qo'lidan qutuldirib olishimiz kerak millatni. Desak, sen o'zi millatni orasiga nim qilding? Bo'lgunchilik solding. Nima uchun bo'lgunchilik solmaymiz biz? U batıl xato yo'lga ketayotgan insonning bir qismini bo'lsin, bu tarafga olib chiqishimiz kerak biz.
Hammani qaytara olamizmi? Bir qismini bo'lsa to'g'ri tarafga chiqish nima tortishimiz kerak-ku. Hammasi xato yo'lda shu g'arq o'lib ketish, to'p ketish kerakmi? Shu xurofotni so'zlaydigan, arabniki hikoyasini so'zlaydigan, mollalar sababidan butun millat yo'q bo'lib ketish kerakmi bu yerda? Twitter'ga, Instagram'ga chiqsa, aşağının özde sen degan palon murjining, palon murtatning bolasi deb bolalarimga zulm qilishlardi. Bunda sharafsizlik bo'ladimi dunyoda? Endi sabr qilinglar, hammamiz sabr qilaylik. Hammamizga bo'ladi bu nimalar degandek. Endi nurg'un endi tarixlarda o'tib ketgan yangilik yaratgan yoki haqiqatni so'zlagan odamlarga nisbatan shundoq zulmlar kelar ekan. Amal yo'q. Chunki ularning nihoyat az bir qismi aqlni ishlatadi, tafakkur qiladi. Ularning ko'pinchisi Allohga shirik keltirmay ibodat qilmaydi degandek oyatlar bormi shu? Alloh basirat ato qilsin. Ana ba'zi yaxshi inkoslarmi bor ekan hamda bizga malham bo'lgandek. Bayatin bir qarindishimiz yaxshi inkoslarni beribdi. Uning oldida yana ba'zi inkoslar bor ekan, uni bir o'qib o'tili. Islomdan Shah Mansur degan qarindishimiz ekan. Islomdan nima topdinglar Uyg'urlar? Allohimizdan bizga kelgandilar mehr shafqati zodilar tegmidi debdi. Uning davomi bor ekan. Bugungi kunda bu rivoyatlardan Uyg'urlarga nima hojati bor? Qani bu dimin millatimizga bo'lgan foydasi? Ko'chman xalqlar umrida bir masjid turg'izmisimi? Mustaqillikni oldi. Uyg'urlar bo'lsa eski chapon, eskicha. Uyg'urlar islom dinidan, Allohdan 1000 yildan ortiq vaqt hech bir yaxshilik ko'rmadi. Deb bunda tushunchaga ega bo'lganlar bor-da, shu bularga nisbatan bu to'g'ri bir gapchi bu. Chunki har bir Uyg'ur buni o'ylash kerak. Zodi biz islomni islom deb mush narsani qabul qilgandan keyin bizga nima foydasi bo'ldi? Degani o'ylagan vaqtida biz zaten foyda olamiz. Andan keyin bu islomning o'zini ikkinchi nimada Qur'on ko'rsatgan islom bilan hozirgi an'anaviy islomni bir-biriga selishtirib chiqish lozim. Selishtirgan vaqtda biz zodi Alloh ko'rsatgan islom bilan mentiqmi tarixdan buyon ya ko'nmaydi arabga ergishib mentiqmi? Buning o'zini tushunish lozim. Uning uchun biz devatimizki bu Qur'onning o'zini biz Arabning Qur'oni emas, Uyg'urning Qur'oni qilib, Uyg'urga manfaat yetkazadigan bir narsa oltiga kelish lozim. Uning uchun biz bu din orqali qoidadan o'zi Uyg'urniki milliy ruhini uyg'ota oladigan, u Uyg'urni Uyg'ur musulmon qilib o'tirib chiqara oladigan bir holatda bir Qur'on oltiga kelishimiz lozim. Har millat u Qur'onning o'zining milliy manfaati uchun o'zi nim qila oladigan, foydalana oladigan bir dastur holatiga kela olishi lozim. U faqatla hamma narsa Arabning manfaati uchun bundaq bo'lgan bir din bo'lib qolsa, u vaqtda bizga undaq dinning hech qanday keragi yo'q. Misol. Zaten biz bu gaplar uzilib qoldi. Agar davom bo'lsa deysizlar. Shu bu Qur'onga kelgan vaqtda oxirimizniki degan to'g'ri. Nima uchun degan vaqtda u bir masalan boy degan oyatning o'zini yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil oxirah degan oyatning o'zidami Alloh taolo qiyomat kuni dunyo va oxiratda Qur'onga ergashib g'alaba qilgan insonlarning o'zini isbot qilib ko'rsatdi. Mana Qur'onga ergashgan insonlar g'alaba qilgan, sizniki g'alaba qilolmasliging bu Qur'onga ergashmaganligining to'g'ri
Yig'ib aytgan vaqtda ash qarindishimizni degandek misolda biz tarixdan buyon Qur'onga ergashganligimizning isboti shu. Misol, Sutq Bug'roning zamonasida shu qancha minglagan, qancha yuz minglagan shu xalqimizniki o'ltirilib ketishimi islomniki o'zi islomni to'g'ri qabul qilolmaganligining isboti. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida hokimiyatga bo'ysunib bo'ldi, bu diniy e'tiqodning o'zida u xohlagan e'tiqod turaversa, u hech qanday problem bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonasida hokimiyat ostida yahudlar bo'lgan, mushriklar bo'lgan, mo'minlar bo'lgan, shuning hammasi islomga kirgan. Islom degan nima degan vaqtida u alqi shu yerda o'z barpo qilingan tinchlik. Ya'ni tinch bir jamiyat barpo qilish islomning o'zi. Uni din e'tiqodi, millati kim bo'lishini qadar shu jamiyatda tinchlik uchun has qo'shgan odamning hammasi muslim bo'lib hisoblanadi. Mo'min deganning o'zi Allohniki o'zi ishonishga tegishli bo'lgan narsaga, masalan, Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitobga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish degandan iborat bu ishonish va namoz o'qish, ro'za tutishni qilgan odamlar mo'min bo'lib qarilgan gap. Shunga bu yerda payg'ambar alayhisalom zamonida bu masalalar kelgan vaqtda payg'ambar alayhisalom hatto Abu Bakr, Umar u Allohning kitobiga, Allohga, payg'ambarga ishonmagan bo'lsa-mu, lekin shu tinchlikqa qo'l qo'ygan, bo'ldi sizlar bilan bir bayroqning ostida birga yashaymiz deb qo'l qo'ygan insonlarning hech birisini o'ltirmaganlik, birga yashaganlik bu dalil isboti bor bu yerda. Bunun o'zi bo'ldi desa, bizning vatnimiz kelgan vaqtda iymon etmaganni o'ltirish, murtad bo'lganni o'ltirish va hokazo degan bu fatvolarning hammasini chiqishi nima degan vaqtda u mo'llulniki shu vaqtda bizning millatga solgan ziyonkashligi yoki shu vaqtda Abu Nasr Samani degan odam kelibdiki, shu Abu Nasr Samani degan odam shunday yomon niyatga kelganliginiki isboti hisoblanadi. Ya'ni biz yig'ib aytgan vaqtda islomni qabul qilgan tariximizdan boshlab bu narsaning o'zini to'g'ri qabul qilmaganmiz. Qur'onni qabul qilmay, arabning hikoyasini, Umayya, Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan fiqhning o'zini qabul qilganmiz. Bizning ajdodlarimiz. Uning uchun bizniki vayron bo'lishimiz mushorat kelgan. Agar biz Qur'onni islomni qabul qilgan bo'lsak, u vaqtda birimizni o'ltirmagan bo'lardik. Hattoki shu tarixda kucha islomni qabul qilishdan burun selingan shu Budda nimasining o'zi shu Qizil ming uy demoqchi deymi? Ahmet yo'qolib ketdi. Ama meni ovozim uzilib qoldimi ya? Üzülüp qoldi. Qizil ming uyga kirmoqchilar. Shu masalan kuchada shundaq 15-20 metr egizlikda shundaq butxonning bo'lganligi shu vaqtida keyin islomni qabul qilgandan keyin butunlay shu butxonlar hammasi cheqilganda bo'lmasa Kabe'ning o'zi nima edi payg'ambar alayhisalom nima Makkani fath qilishdan burun Kabe'ning o'zi butxon edi. İçinde 360 tane butu var deb hamma yer yeziqliq-ku. Butni açıq talaq taşıb ötüb lekin onun özün məscid qılıb aldı. Məscid haram deb ataldı hazır. Misal. Mesela şu vaqtning o'zida şu ajdodlarimiz sağgan aşındaq 15-20 metr egizlikdagi şu butxonniki ichidagi butni açıq taşıb ötüb lekin onu cami qilib olgan bo'lsa, bo'lavergan gap hozirgi vaqtda asorat etimiz bo'ldi uni degan gap. Demakki bu dinning o'zini xato bir narsani din deb qabul qilib olgandan keyin bizniki tariximiz, madaniyatimiz, urf-odatimizni tortib bizga selayotgan ziyon haddi hisobsiz ziyon solgan misol. Hattoki milliy ruhimizga solgan ziyon. Uyg'urda qolib bo'lgan, men musulmon deb o'zini qilib ketgan, Uyg'ur deyishni nomus qilgan, mundaq bir holat shakllanib ketishlik insonlarda. Bundaq bir qarqo'saqlik bo'lamdi, bundaq qandaq bir nim bo'ldi misol shuna o'zi? Qandaq insonlik bo'ldi bu? Shuning uchun bu yer nima degan vaqtda bizning xalqimizniki dindan yomonlash haqqi bor. O din bizga nima yaxshidan keldi deyish haqqi bor. Chunki zodi tariximizda islomni qabul qilgandan tortib hozirgacha bir imperiya qurgan bir millat hozir yo'q bo'lish girdobga kelib qolishining sabablari hammasi nima degan vaqtda 170%
Ama şu diniy sohada. Chunki o ziyoli degan tungum paydo bo'lgan narsa u. Şoňa bu ýerdeki nime degan wagtda asasen bu dinni qabul qilgandan keyin bu mollalar davamlıq milletni hurapiylikqa, terki dunyolikqa chaqirib jurib, milletni mahalatga keldi. Hazır şu kesikden chiqin ma to'g'ri yo'lga desa, chiqanma jurdi aşağıda. Her ziyolilar var. Aş mollaning aşağıda o'zi xato gapni qismi beshini ichiga tiqib o'ltirdigan gap. Şu insonlarga degan bu xato bo'lsiniki deydigan ikki odam o'tirib chiqmaydi. Bu qandaq bir insonlik misol. Nime? Tamam, Allah razı olsun. Hem de anınga okşaş sual koyganlar ba, onunla bir qatar cevap berip ötdiler. Yeni birisi adamның köňlüni huşal kıldıgan inkas yazganlar ba. Şu Nigmet Veli degan bir qarindişimiz banda depdi. Kılıvatkan hizmetinglardan millet razı bolgusu. Rahmet sizlarga. Aqli huşini yo'qotmagan odamlar bo'ladi ekan. Haqiqatning kimda ekanligi, qo'llovchilarining az ko'ptiki bilan aloqasi yo'qligini biladi, debdi. Uningdan keyin aramizda shundoq odamlar borki, ularning ichi har zamon ochiq, hasadga to'lgan bo'ladi ekan. Zahirni kimga yaqin kelsa, shuningga chechib turmasa kuni o'tmaydi ekan, debdi. Yana birisi de, yine şu birodar, ular ayığı yetkenli joyda kishilardan qusur izlab, kishilar ko'ngliga azor berib, shuningdan huzur oladi ekan. Ko'zi tushganla ish bo'lsa, shuningdan putoq chiqarib, ichidagi zahrini chashqisi keldi ekan, debdi. Bu şu asasen şunda işlerninki nimisini depti de. Ko'zi tamam, onu o'qib o'tdik. Burnini tiqqan burnini tiqqan ekan. Meningcha sizlar shu mening keseliga giribdor bo'lgan jonivorlarning bildirlashlariga e'tibor bermasanglar yaxshi. Bu turdagilarning bildirlashlari e'tibor qilishga faqatla arzimaydi, debdi. Bizniki Nimet Veli qarindishimizdan razı olsun, Allah razı olsun. Bu qarindishimizning gap bo'lsa deb qo'ysa. To'g'ri gaplar, lekin biz inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga haqorat qilinsa tamomda. Bizniki mushu bizning so'zlaganligimiz sababidan bizni baljaqimiz, urug' tuqqanlarimiz haqoratga uchrashi qanday masala misolda. Ularning hech qanday jamiyat qilgan gapi bo'lmasa, sen o'zi deydigan gaping bo'lsa, bizga desin, bo'ldi. Dalil isbotni akasin, to'g'ri bo'lsa, mushad omanna va saddaqna deb o'zi butun jamoatni oldida uning o'zini deb kechirim so'raymiz shu odamlardan. Sen bir og'iz gapning o'zini qilmay, u yerda butun o'z insoniyat qarib turib, insonning o'zini bizni xudni bilmaymi shu o'yinligi, misol. Voy, zo'raning. Ağzından hem de akmagan poq akız kip berdi. Ama bu bizga yarashmaydi bu narsa. Uning uchun odamlar degisi kelmaydi. Qur'on Karimda bir oyat var hamda uni biz destek qilib turolmaydi. Biz zulm bo'shirganlar ağzından ba'zi gaplar chiqdi hamda bilib turatimiz. Allah hammamizni kechirsin. Başka sorular ularga cevap verdik. Haq va batılning biz bilan munosabati nima uchun haq bilan batıl arasida tanlashga muhtojmiz? Karimiz bo'lmiz qandoq bo'ladi? Haq bilan batıl masalasida bizning qandoq majburiyatimiz bor? Uni deb o'tdilar, ching turimiz dedilar. Biz haqda ching turganligi uchun mushunga ikki og'iz biz nima qilib qo'yay, oxirgi qeptiki. Biz haqda ching turganligimiz uchun mushkun qilishimizning sababimi ashundan bo'lgan. Misolda, bo'lmasa haqda ching turgan bo'lsaydik,
u vaqtida nima to'g'ri, mayli kimninki bo'lishini qat'iy nazar. To'g'riga to'g'ri, xatoga xato muomala qilgan bo'lsak, bu yerdagi o'zi o'tirda ashundaq qalaymaqan so'zlab yurgan ash mollaning bu hozirgi zamonning o'zida bu qadar xo'rga o'sib ketmagan bo'ladi. Xato gap qilgan vaqtda ash yerda haqni so'zlagan ishkada bo'lsa, nima deyapsa, hey? Degan gapni o'tganda anglab meniki necha kun uyqum kelmadi. Alloh taolo bizni hatto payg'ambarlardan yaxshi ko'rganligi uchun bu hozir Xitoyning qilayotgan zulmni bizga ravo ko'ribdimish. Bu qanday gap bo'lib ketdi endi bu? Bizga qanchalik zulm qilsa, u Xudo shunchalik yaxshi ko'rib ketdi ekanda. Mushuni ash bir mollaning o'zi desa, ash yerda qancha o'nligan, qancha yuzlagan insonlar bor ekan. Ey, nima deyapsan va go'yay? Biz Xudoning chapini yetib o'tibdikmi yo tamog'ini evibdikmi? Deydigan ikki yig'iz gapni qilmaslik edi. Bu qanday insonlik misol? Xudoga biz qaz jinoyat o'tkazganligi uchun Xudo bizni bunday narsaga mubtalo qildi-ku. Demak, Xudoning hech qanday ishi yo'q buning bilan. Ya'ni Xudoga otib, Xudo berdi bizga, ya'ni rahmat mush zulmni berganiga demakchi ham deydi. Millatning o'zini ashni qanoat qildirib, texmi zulm tassang, texim bek savob bo'ldi demakchi-da. Iliq nima deydi desizlar? Allah en yaxshi ko'rgan insonlarini en mushaqqatli imtihan bilan sınaydı. Şuna biz degan yer yüzüdeki en baxtlik, en taqvo insonlarimiz. Bizning itiqodimiz nəhayət çin olğaşqa Allah shundoq bizni sınayatdı deb Allah'ın zalimga, zulmga nima ko'rsatadi-da. Bularni ishongan Allah qanday Allah'ımdı shu. Şununla millet bularning og'zidan chiqqan narsani din deb qaramaslik lozim. Din Qur'onda, boshqa hech qanday yerda din yo'q. Onun uchun o'zi unda qalaymaqan so'zlar ekan, saqlab olsin, bo'lmasin, unda qadam so'zligini hech qanday Qur'onga asoslanmagan narsaning hech birisiga din deb qaramaslik lozim. Bo'ldi, endi kechilib ketsak, hozir nurg'a odam tillayotgandek turamiz. Emdelik sizlar bizler üzümüzge çakırmadık. Biz şu Kur'an'ga çakırdık. Kulağınlı gibi Kur'an'ı elinle ey insanlar bu din adamları gelmez. Allah'ınki kalamıga, Allah'ın kitabıga, Allah'ın vehisiga, onun birden bir vehisi Kur'an, ondan başka vehiy yok. Aklınla işitinla, Sürü Yunus'un 10. sürünün 100. ayetinde, məhlukatlar içinde, canlıklar içinde en eşeddi peskeş nerse aklını işletmeyenler, aklını işletsenler, şengildi bu Kur'an'ı. Bir şuna bir oğula canım, kırındaşlarım dedik. Yani şu gibimizge, muşunçalar talabette kılvatımız, kağınemde hak batıl yolunda tallaş, hem insanlık özünün ihtiyarlıqdaki iş, cevabını üzüp yürüdü. Biz deydiğinde dep koyduk, beşimizin de mekayesi körümüz hem de şu, kağını xalq özü, Kur'an bilen küzünü içip, aklını beşiğe elip, başkalarının kuluğa, burnudan çölük ötküzüp tutkuzup konmay, üzünün iradesi bilen hakiki la ilahe illallah dese, buladı başka bir iş yok hem de şu. Biz bununla payda tapmayımız, bununla bir pul tapadığan bir yerimiz yok hem de şu. Hemimizin tapkan nes üzümüzü hiç aşılı. Doğru. Ahmetcan başka gapsiz bolsa, qılınlar, bo'lmasa bek 2 saat bo'lib keladi dedinglar. Bo'ldi. Mayli bo'lsa, hammamiz sabr qilaylik. Innalloha ma'as sabirin degan oyatni bir-birimizga inshirah, bir-birimizning qalbiga bir inshirah, azodi qiladigan, huzurga chiqaradigan bir-birimizningki destekçisi, yardımcısı bo'lib o'timiz inşallah. Allah razı olsun.
Fidayla ikramdınma. Allah razı olsun. Rahmet silik ustaz. Bo'ldi, Allohga emanet. Allah'a emanet. Davuz kaderli kıyırındaşlar, bugünkü Kur'an'da Nazarı programımızdaki 75. sani yeni bir şeyde tügüdemde inşallah. Keyinki sanlıq programda 76. kısımda görüşemiz. Yaxşı görgən bolsaňlar kıyırındaşlarga tavsiye kuyunlar. Biz üzümüzge emas, Kur'an'a çakırvatımız. Kur'an'ı kullanlığa elinler, okuğunlar, düşününler, emel kılınlar. Allah'ın özüge emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet.